Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüyotqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur biliminin Naq Meydan proqramısı. Biz hazır Angliyanın paytaxtı Londonda içiliyotqan Uyğur Sot Kollegiyasının hökm elan qilish yig'inini Naq Meydan huzurunlarga bag'ishlaymiz. Undaq bo'lsa, diqqətinizlər ekranımızda bo'lsin. Qo'liq qarar 300 bet ama bugünkü bu 60 betni asaslık məzmununu sözləb çıxmay. To'liq hüccətni ki yazmasını görüb çıxalaysızlar. Hazır biz faqatla bütün paktlarga, yani qo'limizga bor paktlar bilan chiqargan qarorimizni e'lon qilmoqchi. Yani bu qarorda guvohlik bergan kishilarning ismlari bu qarorda yozilmadi, lekin to'g'ridan buni ko'ra olasizlar. Bu sud mahkamasininki asosliq shu Uyg'ur, Qozoq va boshqa asonliq Türk millatlarga qarshi jinoyat sodir qilmaganligini tekshirish vazifasini ustiga olgan. Bütün şu Uyghur sudiga xizmat qilgan kishilarninki ismlari va hammasi eng oxirgi raportda e'lon qilindi. Bugün 7 kişi qatnaşdı. Yani 2 kişininki bugün keləməsliki doğrusu da səbəbini düşündürüyordu. Professor Lynch. Mikrofon doğruluq bir qancha tushunchalarni tushundiryapti, yani mikrofon qo'llanish to'g'risida. 60 minut ichida men bütün demoqchi bo'lgan gaplarimning hammasini sizlarga tushuntirishni orzu qilaman. Balkim oraliqda dam olishimiz mumkin agarda shu ehtiyojimiz bo'lsa. Yani mening bu so'zlaydiganlarim bütün hujjatninki umumiy xulosa sud kollegiyasi hukumat xalqaro bugungi Uyg'ur, Qozoq, boshqa asonliq Türk millatlarga yani sodir qilgan jinoyatlari to'g'risida buni ustiga olgan. Bunu da xalqarалық qonunlarga qarshi qandaq jinoyatlarni o'tkazganligini ustiga olgan. Yani bu qonun bir hukumatninki majburiyati bilan yoki shaxsning bu o'xshamaydi, ikkiga bo'lindi.
Endi bu qonun asosliq bizning yo'langanimiz xalqarалық qonunlari, ya'ni irqiy qirg'inchilik qonuni, insoniyatga qarshi qonuni va qiynash qonuni degandek xalqarалық qonun. Yani bazı advokatlarınki fikirde cinayetler ve bu bulup mu ırkı kırgınçılık münasebetlik kanunlar iniq emas ya ki devlet mesuliyetlilerinin mesulli şəxs mesuliyetini üstüge iliş bilen oxşumaydı ya ki bu kanunun dairesini kengaytiş ya ki qısqartış degandek. Ama bu sud bu cəhətlərdə ondaq bir o'ylashmadi va faqat o'sha qonunga orqali qonun bo'yicha eng oxirgi hukmni qilishga tirishdi. Yani irqiy qirg'inchilikninki yoki urush vaqtida elib berilganligi yoki tinish vaqtida elib berilganligi olgan xalqarалық qonun bo'yicha jinoyat qilmish ekanligini isbotlaydi. Yani bu devletler bir hükümetninki başka bir milletlerge yoki gruppa ötküzgen irqiy qirg'inchiligini bilgandan keyin devletlarninki mushu ehtinomga qo'l qo'ygan devletlarning majburiyati bor. Yani buni to'xtatish majburiyati. Hamda bu Uyghur sotuninki asaslık məqsədi Xitay hökumətininki Uyghurlarga ve başka Müslümanlarga ötküzgen qirg'inchilik ötküzdümü qonun bo'yicha, yani qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik qonun bo'yicha. Yani bu ayıpleşler özü, yani hükümet özününki ötküzgen bütün cinayetleri, yani insanların öylərdə, türmələrdə, koçularda. Yani bu irqiy qirg'inchilikni asli tekshirish hukumatlarninki xalqaro sudlarninki vazifasi, ama bu vazifani ustiga oldigan hech kim chiqmag'achqa Uyg'ur sudi bu ustiga oldi. Eğer de hükümetler bunu üstüge ağam bolsa, yani hükümetler soti yoki xalqaro sudi bunu üstüge ağam bolsa, Uyghur sotininki hech qanday bir hojat yo'q deb bu ishlarga qaraydigan.
Yani bu qısqartmasını aytqan vaqtda bu Uyğur sotininki asasliq ən axırqı qararı bir hökumətni, yəni bu Xitay hökumətini bir naçar hökumət degan bundaq bir ko'z qarash bilan emas, faqat dalil faktlar bilan ən axırqı ən axırqı qararını chiqarishni maqsad qilgan deb men faqat qisqacha tushundirmay, chunki o'xshash vaqtda so'zlab hammani tarjim qilish intayin qiyin. Shuni bir qo'shimcha tushuntirib qo'yay dedim qarindoshlarga. Yani bir sotninki nayta adil qarar bo'lish uchun sotchilarninki oldi bilan bir qarlug'uchini o'zininki xiyolida yoki o'zining fikri bo'yicha bu qarlug'uchi yoki Xitoy hökumətininki nachar bir hökumət degan mushunaq bir nima bilan qaror qilish emas. Hamda Xitoy hökumətininki nurg'un qilmishlari bazı öz hökuməti xalqlari yoki ba'zilarning nazarida normal bo'lishi mumkin. Ama bu jinoyatni o'tkazmaganligi, ya'ni Xitoy hökumətining Şinjandagi millatlarga olib borgan bu jinoyatlari faqat yanalam bütün isbotlar, dalil yani birisi har qandaq davlatlarninki o'zininki chegarasini qo'g'dash uchun nurg'un siyosatlarni qo'llanishi bularni biz buni tushunamiz. Yani hukumat bir yani bazı hökumətlər özününki məsələn terrorga qarşı yəni başqa bir özgə bolğan təhdidlərə qarşı normal bolğan siyasətlərini bunu özgərtiş bu ahvalmı nurgun dövlətlərdə boludu. Yani muşularni o ko'z qarashlarni ko'zdan kechirib turib Uyg'ur sotininki eng oxirida yanalam xalqaro qonunlarininki o'lchimi bo'yicha bütün dalil faktlarga tayandı yani. Some estimates well in excess of 1 million have been detained by PRC authorities without any or any remotely sufficient reason. Yani bu Uyghur sudi bütün qabul qilgan bu shaxslarninki bergan faktlarni asos jihatdan haqiqat deb ularni qabul qildi. Yani buningki qiyin qistoq türmelerde, lagerlardaki boğan bu hiç qandaq bir sebepsiz tutulgan ve sebepsiz qiyin qıstaqlarga elingan yani bizninki şahitlarning bergen bütün şu türmelerdeki zo'ravonliklarni hozir o'qib chiqyapti, tushuntiryapti. Bularning hammasini biz qabul qildik. Yani nurg'un şu tutqunlarninki bütün tömür kishilar bilan zanjirlangan ayollarninki jinsiy zo'ravonlik uchirganligi
Yani bir 22 yaşqa kirgan ayolninki, qizninki yüzlerce kişilerin aldıda cinsiy zo'ravonlikqa uchraganligi. Yani ayollarninki cinsiy yo'llarga tok degandek mushu naydi. Ig'izga ilish tas zo'ravonliklar to'g'risida buni tushuntirib chiqadi. Hamda yemekdanmi yemek bermaganligi bu turmalarda ba'zida chiroq o'chirilmagan yoki chiroq yo'q qorong'i uylarda kunlarcha so'langanlik. Hamda mushu paketlarning hammasi Uyg'ur sotininki to'g'ri betida aniq e'lon qilingan. Buning hammasini o'zinglar ko'rib olasizlar. Yani bu cismani, psixiki jihatdagi jinsiy bu zo'ravonliklarning hammasi aniq yozilgan, aniq bayon qilgan. Yani ba'zi o'limlarning sodir bo'lganligi buningdan xabar oldik va ba'zi yosh tutqunlarninki turmadan olib chiqilib, yani o'ziniki shu kamerlarni olib chiqib qaytib kelmaganligi bu to'g'riliqmi faktlarga egallandi. Yani bu türmege solanğanlar bəziləri 3-6 ay bolğan, lekin qaytadan yana tutulğan. Ama her qitim tutulğan vaqtlarda zo'ravonlik tan jazası qiyin qistaqlarga uchragan. Merivende Zelengeliyanınki Yahudi Kengeşninki baş reisi 2027 ayda Xitay hökumətiga yazgan, Xitay Angliyadagi baş elçisiga yazganda bundaq degan, yani mushu anjumanninki filmsida ko'rgan hammadan ko'ralaydi bu ko'rinish, yani 75 yil ilgiriki bo'lgan bu ahvollar, yani Yahudilarninki beshiga kelgan ahvollar bilan buni selishtirgan. Hamda Uyg'urlarga bo'lgan hozirgi bu vaziyat buni cho'ng qirg'inchilikqa selishtira olmaymiz. Bunu biz onunla seliştirmedik, yani Yahudilarninki cho'ng qirg'inchilikqa uchraganligi. Genocide in law is more broadly defined than the common conception of mass murder of a specific group. Genocide in law can be established by actions that result in the killing of no one. Although such a form of the crime has never in over 70 years been dealt with to conclusion on that basis alone by any court. And so these are matters that the tribunal has had in mind, together with the need to respect how the term genocide. Yani bu qirg'inchilikninki asos qonuni, yani 70 yildan ko'proq vaqt ichidagi har qandaq sotning o'zi yakunlagan bir taraf qilmaganligi, bunun yetersizlik tarafları bularni tushundirib o'tdi hozir. Endi bu sotninki qandaq qilib dalil isbotlarni to'plaganlik to'g'risida tushuncha beryapti. Yani asosliq bergan shu og'zachi bergan isbotlarni
to'g'ri, rost deb qabul qildik. Albatta, ba'zi so'zlar balkim %100 bo'lmasmi, balkim ularninki zo'ravonlik va kenaydi ig'ir ishlarni beshidan kechirganligi uchun balkim unutib qolgan bo'lishi mumkin degan shundaq ko'z qarashda bo'ldik. Yani. This first-hand evidence of witnesses was supplemented by expert evidence covering a wide range of topics. We approach the evidence on the basis that no adverse factual inference of any kind. Yani bu birinci qo'limizga tushgan shu shohidlarninki bergan isbotlari bilan mutaxassislarninki qonuniy mutaxassislarning bütün shu hammasini ko'zdan kechirib chiqdik. Yani ba'zi mutaxassislarninki yoki shaxslarninki o'ziniki o'y fikrlari bo'yicha yozilgan reportlarga Uyg'ur soti uningga ko'ngil bo'lmadi. Chunki biz butunlay fakt bilan qarar berishda intayin ching turdik yani. Yani şahitlerinin, lager şahitlerinin ve qo'shimchi mutaxassislarning berilgan bu faktları yani Şinjan'daki Uyg'urlar ve başka milletlerninki hayatının qandaq bir hayat kechirayotganligi bir ko'rinishi bizga aytdi yo'ritib berdi. From evidence given in person to the tribunal, where the core evidence of all on one fact witness and one expert witness, to which I've already referred, is another list of the factual findings we made. And this is on the basis of the evidence we received. Yanılar bu şu bütün qo'lga tushgan faktlar to'g'risida tushuncha beryapti. Risk of being dragged from class, tortured. Misalga yani atalmış bu terbiyeleş merkezlerdeki bo'lgan ahvollar, masalan o'quvchi degan sinfdan zo'ravonlik bilan chiqib ketishi degandek shu ko'rinishlarni qaytadan tushuntiryapti. Hamda shu tutqunlarninki doim bu qon olganligi va tug'ut cheklash, operatsiya qilish degandek. Yani yuqori texnikalik orqali Uyg'urlarni kontrol qilganligi yani bütün Şinjan'ni bir üst uç türme qilgan türme bo'lganligi. Yani normalde hiç qandaq bir xatolik demaydigan odatdagi bir harakatlarni jinoyat deb bularni sababsiz tutgan balalarninki necha oylik bo'lgan bu vaqtlarninki ota-onalardan ayirib o'tish nurg'un vaqtlarda ota-onalarning o'zining ballarninki hayot va hayot emasligini bilmaganligi.
Yani ayollarninki özününki xalımıgan aşın derecedimi mecburi abaliyat qılırını evetkenliki yani Xitaylarga mecburi to'y qilishga majburlanganligi friends, mostly Han men, have been imposed on Uyghur households for weeks. Xitay ərlərninki Uyğur ailələrə qoyulğanlığı və ballarını sual sorab onlarınki həyatını atanlarının hayatı doğrusunda bilim alğanlığı və muşu arqılıq tutuş asas qılğanlığı degəndək şularni düşündürür. Mainland China, often separated from their families, the transferees were forced to live in segregated dormitories. Many emblems of the Muslim faith were removed from buildings. Yani nurgun Uyğur yani Müslümanlara ait bu dini cəhətdəki buzğunçuluqlar doğrusunda düşündürür. Yani Müslümanlara ait simvollarının və məscidlərninki çıxılğanlığı və normal dini praktislərninki yani bularını yani kiçik ballarninki öz tili bilan o dərs eliş bularga çəklənganligi doğrusuda. Yani köplügen Xitaylarninki Xitaylaştırış siyasətini qollağanlığı doğrusuda. The PRC has also sought control of Uyghurs living outside China by threats directly. Yani Xitay hökumətininki chet ellərdə turuyatqan Uyğurlarını qandaq kontrol qılğan doğrusuda ular təhdid qılğanlığı və bu chet ellərdə yaşayatqan Uyğurlarninki özününki ata-analarından, ailələri bilan əlaqəsinin üzülgənligi və onların heç qandaq bir xəbər alamayatqanlığı və bəzide ata-analarını uzun yıllık türmələrə soğlağanlığı doğrusuda toplanğan paketlarni düşündürür. The PRC announced that various bodies and individuals, including this tribunal, will be subject to sanctions. Let it be quite clear, these sanctions Cəza veriş, yəni Xitay hökumətininki Uyğur sotuq bəgən cəzası və bir qancha orqanlara bəgən cəzası doğrusu düşündürüldü. Bu cəza bu Uyğur sotuninki xizmətiga çoğ bir təsir yetkizmədi yəni. I return to the question of reports that have been prepared responsive to what is known to have been or believed to have been happening in the PRC. There are a number of them from reputable organizations. Yani dokladlarınki pakt ispat doğrusuda biraz düşünce verməkçi. Yani məsələn bir qatar müstəqil nopusluq reportlarının elan qılınğanlığı bunun da Essex sortununki New Line Institute'nin bir qatar yani Yale Guerre'nin 2021 yılı 1. ayının 29. günüdeki dokladı. Bu dokladlarınki bəzilərinin mühim birinci qolluq paktlara yönəlgənliyi. The authors of all bar one of these reports, that is the ones prepared before the September hearings, of course, were invited to give evidence. Yani bar insan hakları komiteninki
bu advokatni sotqa taklif qilgan, ammo buningga sotqa kelmadi. Evidence relied on in the reports included some which overlapped with evidence provided direct to the private. Yani ba'zi bu reportlardagi asosiy faktlar bilan o'zimizning qo'limizga tushgan faktlar o'xshagan faktlar. In particular, the Yale Brower report, the Human Rights Watch report, the Amnesty report, the Australian ASPI report added a lot of detail factually. Here are a few examples. Hamda asosliq reportlar Yale Grullaninki, yani birisi Amnesty International, yani bir qancha reportlarninki bu sotqa foydalanishga asos bo'lganligi to'g'risida tushuntiryapti. That recorded complaints of disappearances with over 11,500 such testimonies having been recorded as at December 2020. There was one specific account of use in a detention center of that type of church which I've already referred, where a man was Yani social media orqali qo'lga tushgan ba'zi faktlar buni tushuntiryapti. cell not allowed to help him for fear of enduring the same experience. He died after release. There's evidence of the return to show trials, something previously condemned by the PRC itself. One, for example, in the northern Xinjiang city of Guiyang in May 2014 had 7,000, mostly Uyghur alleged separatists and terrorists, tried, show tried. Yani insonlarninki uchiq sotqa opirildi degan ba'zi isbotlar, misolga G'uljida 7000 kishininki atalmış ochiq sotqa sotlanganligi bu isbotlarni o'qib chiqdi. One account in the leaked police papers demonstrated how mass incarceration of people included invasion of the family of someone detained. Yani birisi bu saqchininki o'zining bu oshkorlangan hujjatdagi hujjatdagi Uyg'urlarninki oilasi nazorat qilishdagi report to'g'risida tushuncha beryapti. Evidence more generally. A wide range of expert witnesses gave evidence. They covered many topics, including the history of plans for control of Xinjiang, the Hamda mutaxassislarninki bergan bu sotqa bergan faktlari, bu faktlarida hukumatninki siyosati va bu siyosatni yo'lga qo'yishdagi maqsadlari degandek nurg'un bu jihatlardan berilgan faktlarni o'tyapti. Interestingly, there's detail of the local control by the local community police and by visiting so-called family members, people to whom I've already referred, and of mass sterilization and of separation of children and families by children being sent to boarding schools. Yani muşundaq Uyghur ailelerinin kontrolga uchirganligi, Xitoylarning uylarga kelib nazorat qilishi va bolalarni o'ziniki oilalardan ayirishi, ota-onalardan ayirishi va diniy jihatdagi cheklanmalarga uchirishi degandek mushu reportlar. Bu bir intayin bir kengri bu davlatninki o'tkazayotgan jinoyat to'g'risida bizga bir yo'ritib berdi demoqchi. The Bar Human
Әмді reportlarninki, оқшымыған reportlarninki asasi ve qandaq yekun chiqargan to'g'risida tushuntirib o'tadi. Masalan, Human Rights'ninki, yani insan hakları institutininki chiqargan reportida inchik tushundirish bo'lmagan, yani eng oxirgi yakuniga bo'lgan. Bu insan hakları nazar bu dokladda nothing in the report precluded such a finding, and if such evidence were to emerge, the acts committed against Muslims in Xinjiang, a group protected by the 1948 Genocide Convention, could support a finding of genocide. The Human Rights Watch witness called for another purpose, confirmed at the time of giving evidence that remained Human Rights Watch view. Yani özünün fikrini şu dokladda e'lon qilgan fikrlarini tushuntirib o'tdi. Bunu Mesela Amnesty'nin reportida insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligini tilga olgan, lekin qirg'inchilik jihatdagi esnik qirg'inchilik jihatda hech qanday o'zining fikrini yoki New Line Institute'ninki report to'g'risida tushuncha beradi. Professor Packer bilan Diamond'ninki bergan buningda yani bularning qarori qandaq chiqqanligi, yani irqiy qirg'inchilik o'tkazyotdi degan bu qarorininki asosiy paktları ve kanuni göz qarashlarını tushuntiradi. Bu bütün irqiy qirg'inchilik ahdnamesidagi hammani analiz qilish orqali bütün Xitoy hukumatiningki Uyg'urlarga qarshi jinoyat, yani irqiy qirg'inchilik o'tkazayotganligini e'lon qilgan, yani yani Xi Jinping şu onunğa eng asasını şu turg'izgan bir qo'lliq qilgan. Bu New Line Institute'ning report to'g'risidagi tushuncha beradi. Yani bu New Line Institute professorlarninki göz qarşı, yani bu kanun yeterlik emas degan bu jihatga göz qarashini Uyg'ur sudi o'ylashmadi, chunki faqat Uyg'ur sudi, yani xalqaro sudidagi hozirgi mavjud bo'lgan qonunlar orqali faktlarga asosan
karar verişini doğru gördü yani. wholly inaccurate understanding of the tribunal's function, but they did demonstrate how those who wish to make pronouncements about the criminal culpability of nation states should have the courage, as they did, to give evidence in public to support their opinions. The tribunal repeats its gratitude to them. They demonstrated how freedom of speech Yani şu Uyghur sotuğa kelip özünki fikrini aşkara bayan qılan bütün kişilerge özünün rahmetini bildirdi. were hacked in 2019 and leaked through the journalist Yao Dra, whose report Əmdi şu Xitay hökumətininki aşkar bolğan höcət doğrusunda düşənçi berib atdı. led to the ASPI report, which expresses no opinion at all in regard to criminality, but importantly pointed to the 2014 counter-terrorism and 2017 re-education campaigns, and to how the CCP's war against the Uyghurs Yani intensified. şu aşkarlanğan höcətlə arqılıq alğan paktlara qarğanda hökumətinin özünün 2014-cü ildən başlap Uyğurlarga can elan qılanlığı şunu düşəndirdi. First, the 2017 re-education campaign followed on from the counter-terrorism campaign, was expanded to include mass coerced labor 2017-ci ildiki bu Uyğurlarni kən köləmdə tutuş və keyinki məcburi əmgək yötkəş və Xitay hökumətinin kadrlarni Uyğurlarning ailələrə ailələrdə turuşu kontrol qilish yana shu jihatlardagi bütün ahvollarni yana qaytadan bu shu hujjatlar orqali oshkorlangan to'g'risidagi faktlarni o'qib o'tyapti. Yani Uyg'urlarningki qanchalik kontrol ostida yashaganligi, yani bir yerdan bir yerga berish uchun qo'shimcha ruxsat ilish degandek. to the CCP via, all those subordinate bodies that deliver these policies of control of the Uyghurs answered through the PLAC to the Communist Party. Xi Jinping had dubbed the Political and Legal Affairs Systems, PLAC, as the party's knife handle and insisted that the handle be held firmly in the hands of the party. Yani Xi Jinping'ninki Same report yeni siyasetdə Uyğurlarga qartılğan iğir siyaset doğrusunda, yani kontrol qilish və bütün senior officials promulgating new laws and yani regulations qanun orqali yeni qonunlar orqali Uyğurlarni kontrol qilishi və zo'ravonlikqa uchirganlik to'g'risida tushuntiryapti. on the ground. It says local officers openly boasted about acting outside legal process, but they did so with the endorsement of senior leaders and state officials. This report, by the way, is based in part on field work. That's always something. Bu reportlarninki bəzi reportlar asosliq shu mutaxassislarninki yerliklardan egallagan faktlarga tayanganlik to'g'risida tushuntirdi. Invasion of people's homes, merging it with the previous Frankie Liu program, and all of it now becoming answerable to the Xinjiang Party Secretary, Cheng Huangguo. Yani bu Uyg'urlarning
ailesiga hücum qilish bu programmasininki Çinçengo'ninki Çinçengo'nun siyaseti to'g'risidagi buni tushuncha beryapti. That's the measure that the evidence shows of the invasion of people's privacy in order to control them. Finally, from this report, many senior Chinese officials who experienced personal trauma during the Cultural Revolution, much earlier Cultural Yani bu Revolution, reportga asaslanganda nurg'un yuqori darajali kadrlar o'zri nima madaniyat inqilobida ziyonkashlik uchraganlar misol were subjected to re-education as teenagers o'zining balliq vaqtlarida shundaq tarbiyalashlarga majburiy xizmat majburiy lekin buni bu bu Xitoyninki madaniyat inqilobida qizil bo'lib o'zininki hayotini saqlab qolish to'g'risida bayonotlarninki borligini tushuntiryapti. The second report received after the September hearings, the Holocaust Memorial Museum report, was also Yani birisi çoğun qırğınçılıq Holocaust Museum'ninki yollagan report to'g'risida bir tushuncha beryapti. discontent about the state's preferential treatment of Han Chinese people. It deals with particular rebellions, one in the town of Baron, with a very large number of Uyghurs, over 1,500. Bunun Xitoy hökumətinin siyasətiga Uyğurlarning qarşı chiqqanligi, hətta Barın vaqəsi buningda yozilganligi shularni tushuntiryapti. Set up history much more fully, perhaps, than other witnesses had. Bu reportda texmi inchga tarixiy vaqalar bilan buni bu nimani tushundirgan, ya'ni Uyg'urlarningki ahvolini Covers the history of a small group of Uyghurs coming together in Taliban-controlled Afghanistan, how their presence grew and then diminished and petered out. Deals with violent events in Xinjiang in 1997 and 2008. It deals with the way that the government profiled Uyghurs as terrorists. Yani hökumətninki Uyğurlarni qandaq terrorchi degan nomni qo'llanganligi va bu qo'llanganlik sabab masalan 97-yili 2009-yildagi bir turkum vaqalarni bularni tushuntirib chiqdi. Methods. And in a white paper published in July 2019 by China's State Council Information Policy is recorded, according to the report, how it was said that the Uyghurs' Turkic ancestry could be denied. Yani Xitoy hökumətininki 2019-yildagi white paper yana qadimizdə hücətdə degan Uyğurlarninki Türk bo'lganligi buni inkor qilganligi, yani hökumətninki bu to'g'riliq tushuncha beryapti. Or a betrayal that needed to be averted. Those familiar with other unhappy experiences in other countries may find some resonance in denying people's own history. Yani bir millatninki o'zining tarixini butunlay inkor qilish bu boshqa yerlarda ko'rilgan, balkim bu 5 yil o'tganlar buni his qila oladi. Crimes against humanity of persecution and imprisonment or severe deprivation of physical liberty, and said that in its present report, it was clear that there's now reasonable basis to believe the crimes against humanity of forced sterilization, sexual violence, enslavement, torture, and forcible transfer are also being committed. It accepted that the limited nature of verifiable information presented challenges
rise to serious concerns that the Chinese government may be committing genocide against the Uyghurs. Yana qo'shimcha reportlarninki, yana Holocaust Museumninki bu reportlarninki oxirgi o'zininki yakuni. Yani ama Uyghur sotininki bu boshqa reportlarninki chiqargan oxirgi yakuniga tayanmaganligini tushuntiryapti. About genocide being applied in circumstances so clearly not like the Holocaust. The work of Ethan Goodman, an investigative journalist, needs particular mention because his evidence will not be relied on. Yani birisi Ethan Goodman'ninki Uyghur sotuğu bəgən paktini yüz qabul, yani onunğa tayanmağanlığı bunu işenməgənlik emas, faqat bunun yeterlik bolmağanlığı səbəbidən bunu toluq asas qılmağanlığını düşündürür. Yani bu yaşlarının ki yo'qab ketişi, ularninki ishki a'zolarini ag'a elish uchun maqsad qilgan degan. Ama buningda yani bu so'dininki organ etkazchilik so'di to'g'risidagi o'zininki ko'z qarashlarini tushuntirgan. Yani nima uchun bu ko'z qarashda bo'lganligini o'zi tushuntirgan, yani nurg'un o'xshamagan isbotlar bilan If such practice is going on, and killing Uyghurs and others for commercial purposes would have different objectives and intentions from those being considered by this tribunal. So it must be left to others to prove or disprove this theory. yani bu Leaked documents. There have been several leaks said to be genuine. When accepted by the tribunal, they yani birisi oshkorlangan hujjatlar to'g'risida tushuncha beryapti. Bütün aşkarlanan hüccətlərin hamısı Xitay hökumətininki qanuni hüccətləri dəb qəbul qılındı, yəni bunu yani bu qo'lga tushgan bütün dokladlar, hüccətlər hamısı tor betida e'lon qilindi, yəni. Yani bu sotun qo'liga 2000 yıl 9 ay atrofida qo'lga tushgan hujjat to'g'risida tushuncha beryapti. Yani Xitoy hukumatininki oshkorlangan hujjati doktor Adrian Zenz, James Millwardninki sotqa bergan bayanati isboti doktor Tobin bular hammasi shu report orqali bu reportni oshkorlagan va buni tushuncha bergan, bu to'g'risida tushuncha berdi. Yana
dövlətlərdən biz hüccət tələb qıldıq, lakin heç qandaq bir dövlət bizə bu toğrusida bizning tələbimizni rədd qildi yəni. And correspondence relating to the seeking of all this material is going to be provided in due course as one of the appendices to the full document. Nothing will be held against the PRC or against anybody else for non-provision of material. However, it's noted that where there are matters of information, there are, of course, matters of information that governments may justifiably keep from their own people, and therefore from the People's Tribunal. However, where there is a real and pressing public interest in the truth of allegations as serious as those being dealt with here, Yəni bu hökumətlərinki bizning tələb qılğan bu hüccətlərini bəməslikki, bunun toğru bolmağanlığı toğrusida özününki fikrini bayan qılatıdı. they might have relied on confidentially, for example, the US making assertions about genocide and producing those. Yəni misalға Amerikanınki bu Xitay hökuməti qırğınçılıq ötküzüyordu degan qararını bəgən, lekin heç qandaq bununğa qandaq bu yakun chiqqanlıq to'g'risida jarayonini e'lon qilmagan va bizga qo'limizga talab qilgandimi bu materiallarni bizga bermagan mush to'g'risidami tushuncha berdi hozir. To assert genocide has been happening in Xinjiang following debates that demonstrated a high level of public concern. Yəni parlamentlarda Xitoy hökumətininki Uyğurlarga irqiy qırğınçılıq ötküzüyordu degan bir qancha parlamentlarda bu talash tortishlar bo'ldi va qarorlar bo'ldi. Ammo bu qarorlarninki qandaq qonunlarga tayanganlik aniq emas. May have been associated with collateral political objectives. Hamda bunun balkim siyosiy maqsadi bo'lishi mumkin degan bu ko'zdan kechirildi yana bu Statements and evidence reaching factual conclusions based on that evidence. hamda Uyg'ur sotininki qarori yanilam qaytalayotidiki butunlay shu faktlarga tayanganligi mutaxassislarninki qonun shunoslarninki va eng muhimi shu Uyg'urlarning Uyg'ur shoidlarining Possible unfairness falling on the PRC. Another general matter, which I'll summarize because of the passage of time. It's important to realize that when evidence is given of detention, torture, surveillance, invasion of people's homes, it's necessary not just to look at it from the point of view of the person suffering what's happened, but to realize that that very evidence is evidence of people doing those things to them and being willing to do those things to them. Yani birisi inaydi tushuntirishga muhim bo'lgan bir misolga insonlarning zo'ravonlikqa uchirganligi, qiyin qistoqqa uchirganligi. Buningda faqat shu zo'ravonlikqa uchirgan kishininki azobini tushunish emas va mushu ziyonkashlik va jinoyatni o'tkazganlarninki maqsad, masalan, qandaq bir maqsad bilan o'tkazganligi, kimning buyrug'i orqali o'tkazganligi degandek bu jihatlardan tushuncha beryapti. Not just the suffering of the victims, but there are thousands of individuals who planned the systems in operation, were trained and trained others to do what was necessary to bring the systems into force. Bununki bir kishiga yoki 100 kishiga bo'lgan ziyonkashlik emas, buningdagi minglagan kishilarning mushu jinoyatlarni o'tkazish uchun yuqordan bularga bergan vazifasi va mushu ko'plik hatto ba'zi mutaxassislar, professorlar, doktorlar
bularninki Xitoy hökumətinin sistemlik yəni bir millətə qartqan cinayətiga şerik bo'lishga majbur bo'lganligi yoki o'zligidan xalab qilganligi mushu jihatlarni ko'zdan kechirish kerak demoqchi. Tribunal then moved to some big general fact finding. Was there a plan? Әмді bütün қолымызға түшкен материалlar, həmi ispatlardan keyin ən axırda yəni bək mühim bir jarayan plan barmı? Yəni hökumətninki planımı bu məqsədli qılğanmı deməkçi. Responsibility for what was going on allowed the perceived security threat posed by the Muslim majority population. Yəni Xitay hökumətininki nem üçün Uyğurlarını qarlaş, terrorğa çetişlik doğrusidagi yəni özününki bexatarligi, siyaseti yəni 2013-yılı Xi Jinping'ninki Şinjan'ı ziyaret qilishi və axırda bu Uyghur terrorchilarga hech qandaq bu terror deb bekitganligi degan mushu jarayonni tushuntiryapti. When Chen Quango was appointed party secretary in 2016, coming from Tibet, Yani Çinçengo'nunki 2016-yılı Tibet'ten yotkab kelib partiya sekretari bo'lganligi va onundan keyingi onun yurgizgan siyosati yani 2017-yildagi aşkılık qarshi siyosati Committee of the Region's People's Congress said it was emphasized that regulations constitute the implementation of central government policy, decisions and deployment, especially in order to implement the important instructions and requirements of General Secretary Xi Jinping. Other matters of history include a policy intensified in 2018 associated with bu yerda yanılam şu Xitoy hökumətininki siyosati və Uyğurlarninki Uyğurlarga qartılğan siyosati to'g'risida tushuncha beryapti. Bular hammasi yozma tarjima qilindi. Men faqat bugun asosliq Sir Jeffrey Nice efendimninki so'zninki mazmunini tushuncha beryapman. Çünkü bu material mening qo'limga oldin ola tushmaganligi uchun buni tarjima qilishim biroz men uchun sal tez. Shuning uchun buni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Qarindoshlarningki. before the receipt of the leaked Xinjiang papers in September of this year. This tribunal concluded that the policies that require construction of hundreds of buildings, deployments of thousands or more likely hundreds of thousands of personnel are very substantial. Yani bu yıl 9. ayda qo'limizga bu oshkorlangan hujjat qo'limizga tegmagan shu vaqtdimi butunlay bu bo'lgan voqealar va isbotlarga qarab Uyghur soti buningki hukumatninki sistemlik plan bilan bo'lganligi bu yani hukumatning siyosati va yuqoridan plan bilan bo'lganligini qabul qilgan. Hamda bu hujjat mushu qarorining to'g'riligini isbotladi yani. You'll find in the judgment when it's available further detail about leadership and central government responsibility. Report e'lon qilingandan keyin sizlar bu
hökumətninki siyaseti iniq elan bulundu. Bunu da düşünüp alaysızlar məsələn Xitay məsələn Tobin Doktor Tobinninki reportuda buna iniq bayan qılınğan məsələn Xi Jinping onun siyaseti qadam Uyg'urlarni kontrol qilish siyosati inchik yezilgan buningda. Different state and CCP agencies, from which it can be seen that all power flowed from the most senior echelons of government. Professor James Millward'ninki bəgən bayanatı yani milli esnik siyaseti doğrusunda düşüncelerini bəgən bunu düşündürüyordu. confirms the understanding by Millward, Tobin and others that the PRC's policies of such importance to the perceived national security threat was initiated and directed by the party secretary of the CCP, SMG. Yani bu mütəxəssislərinki bəgən ispatları şunu deydi ki, hökumətninki yani Xitay hökumətininki siyaseti ən yuqur yani Xi Jinpingninki bir qolluq şunun buyruğu boyunca bolğanlığı. Yani bu dövlətninki bexətərlikini bana qılıb kontrol ve hem de Xi Jinping'ninki bəzi aşkarlanğan sözləri, yığınlarda qalğan sözləri doğrusudaki şularni düşüncə berýärdi. Convey and learn the spirit of General Secretary Xi Jinping's series of important speeches. A second series of speeches in 17 and 18 directly Yani 17-ci il, 18-ci ildəki bəzi bayanatlardakı Uyğurlarga qarılğan siyaseti, Bopmu, Çinçengo'nun, Zhuhailun'ninki siyasi Uyğurlarga qartılğan siyasetleri özünün sözlərdə aşkarlanğan yani. these documents are the highest and second highest classification. Some of the documents are absolutely Bulan ayti məxfi hüccətlərlikin bununki siyaset yani şu Xi Jinping'in kelganligini isbotlanğanligini düşündürüyordu. Uyghur soti bu en yuqur dereceli kadrlarınki yani Xi Jinping, Çinçengo, Zhuhailun'daki kişilerin kolu bilen bir kolluk planlagan ve icra kılganlığı kabul kıldı. Yani bu en yuqur derecelik kadr, yuqur derecelik kişilerinki buyruk bulmagan bolsa bu işlerin buluşu mümkün bulmadı demekçi. Can I have a break, please? The tribunal is satisfied that within the PRC's penal system, barbaric, cruel and sadistic torture has been perpetrated. The tribunal is satisfied so far as rape and sexual violence is concerned that rape and other sexual violence within the penal system was widespread. So far as regional and cultural destruction is concerned, satellite imagery identified the destruction of Uyghur sotununki qabul qilgan qaysi jinoyatlarninki isbot bo'lganligi bo'lsa tan jazosi qiynash buning mavjudligini qabul qilganligi on the ground from witnesses heard by the tribunal. Cemeteries and other sites of religious significance jinsiy zo'ravonlik, Uyg'ur din va displays religious adherence, including attending mosques, praying, wearing
Medeniyet yo'qotish siyosatininki siyosatininki haqiqatligini qabul qilganligi. The tribunal is satisfied that the PRC has implemented a comprehensive policy of destruction of physical religious sites, conducted a systematic attack Yani on Uyghur religious Uyg'urlarninki diniy ziyonkashlikka uchraganligini qabul qilganligi, masalan, masjidlarni chiqilgan to'g'risidagi butun shu faktlarni qabul qilganligi. often they have no knowledge of the whereabouts of their relatives. One man told us Yani mecburi yo'qotib o'tish, masalan, nurg'un Uyg'urlarninki o'zining urug' tuqqanlarining yo'qolib ketganligi, buning bu haqiqatligini qabul qildi, yani haqiqat. that they've received evidence in other ways from surveys and so on of thousands of people reporting on the incarceration, indeed thousands of relatives and Yani minglagan Uyg'urlarninki bu mecburi yo'qotilib o'tganligi, bu to'g'risidagi faktlarni qabul qilganligi va buningga ishonganligi tushuncha beryapti. Uyghurs without substantive cause and without any recognizable or legitimate process. I turn to the issue of birth control, which occupies Endi shu tug'ut kontrol qilish, yani it may actually be better first eng muhim jihatki. to the conclusion and then to explain the component parts of it. The conclusion in paragraph 135 is that the tribunal is satisfied that the PRC has effected a deliberate, systematic and concerted policy. Yani bu Uyg'urlarninki The population in Xinjiang Uyg'urlarning of a long-term sonini kontrol qilish yoki azaytish uchun tutgan siyosati, buningki and reducing Uyghur births. yani Uyg'urlarning tug'ilish nisbatini tuvallatishni sistemlik siyosat bilan ipaganligini qabul qilganligi. 8 and 123 or 4. First of all, there's the public policies on birth. Bu to'g'riliqmi shu siyosatni, yani Xitoy hukumatining o'zining tug'ut kontrol qilish, Uyg'urlarni kontrol qilish siyosatini tushuntiryapti hozir. In the place that for so many centuries has been their home. That is what's material, the natural birth rate. And then we will learn about, from evidence, including from evidence produced by China, by the People's Republic of China, until such time as it stopped providing figures of the extraordinary decline in birth rate. Yani Xitoy hukumatining o'zininki hujjatlari, burungi hujjatlariningki, ama yaqinqi zamonlarda bu tug'utning azlab ketib qolgan to'g'risidagi hujjatlarni oshkorlamaganligini buni tushuntirib o'tdi. Religious extremism with population growth, of a reference to Yani diniy oshqunlikni bu millatninki ko'payishini kontrol qilish ikkisini technically allowed and musha orqali o'zininki shu siyosatini to'g'ri deb justification deymiz, shu siyosatini tushundi hozir. 2017, the birth control policy was intensified 2017 yili bu kontrol texmo kuch ilib berilganligi to'g'risida tushuncha beryapti. special campaign to control birth violations. That led to or was associated with the steep rise in prosecutions and internments to which I've just referred. Yani mushu siyosatdan keyin ko'plagan kishilarninki mushu sababdan, yani tug'ut planliq tug'utga bo'yicha shu siyosatiga bo'ysunmaganligi uchun tutilib ketishi,
va nurg'un ziyonkashlikka uchraganlik to'g'risida faktlarning bo'lganligi to'g'risida tushuncha beryapti. Figures for the fitting of these special intrauterine devices that can only be removed surgically are very significant when you compare the figures for Xinjiang. Yani ayollarga mecburi üzüksiye sağan bununki sanını aldığın yıllara seriştuğa vakitteki bu mesela 100.000 yani bu sanınki nait çoğun özgürüş boğallığı köpeygelliği bunundan şu In 2019, the authorities formulated a plan to conduct widespread sterilization in Anandaki 2019 yıldaki misalga Xotanda ayallarınki mecburi operatsiya qilish siyasetininki bu aşkarlanğanlığı Of course, the tribunal has heard multiple witnesses who had themselves been yani Uyghur sotu bir qancha şahitlarninki özünün beşinden ötkenlerini anlatqanlığı mesela doktorlar bir doktor ayalninki Uyghur sotuda bəgən şahit ispat toğrısıda düşünce beriyatdı hazır. Ballarını qandaq hayat doğulğan ballarını öldürüş siyasetleri muşular hemisi bir milletninki sanının azıyışı mecburi halatda boğallığı ispatlanğan. shows things as clear as anything can be, because sometimes pictures are better than words. Yani grafik arqılıq bu Uyg'urlarninki sanınınki azlığanlığı düşəndi yani 73% düşüp ketken 2000 Across 29 counties with indigenous majority populations for which there is data, the birth rate fell by 55%. yani bu hüccətlərninki asas bütün Uyg'urchaga tarjim qilinib e'lon qilindi. Bu inchki jatki analiz yazmadan ko'rib olasizlar. So it is that material overall that led to the conclusion that I already read to you. This analysis by Dr. Zenz Şu Doktor Zenz ve başqa mutaxassislarninki reportları yani fakt bilan bəgən bular hamısı Uyghur sotu da qabul qilindi yani bununki ishonchlik material ishonchlik bo'lganligi has three components in the judgment of the tribunal. In-migration and hand encouraged press to move into Xinjiang. yani mesela Xitaylarni çoğun köləmlik yötkeş yani Uyg'urlarni iki milliy kimlikligini yo'qotishni maqsad qilgan But the most bo'lgan. effective policy lever was the reduction. Yani eng bularning ichidagi eng ig'ir siyosati shu bolalarning tug'ilishini mecburi to'xtatganligi va Uyg'ur Uyg'urlarga And middle school Uyghur children being placed in hand-run Uyg'ur ballarninki o'zininki oilasini ayirib Xitoy hukumatininki ayirib o'tilish maqsadida selingan maktablarda akatganligi bu to'g'risidami tushuncha beryapti yani mecburi yani bu ballarni butunlay Xitoylashtirish siyosatini qo'llanganligi into state care for the purpose of eradicating their Uyghur cultural identity.
mecburi emgek doğrusu koluğa kelgen ispatla doğrusu düşünce bir adı da hazır. cases reside in internment camps. And according to state media, hundreds of thousands of Uyghurs been inducted into labor programs. Yani Xitay hökumətinin aşkara Uyg'urlarni işkirləgi əzən əmgək küçü qılıb ipmanğan toğrusida bu düşüncələrini berwadı, yani məcburi əmgək. Yani birisi hökumətninki iqtisadi paydalanışla emas milli kimligini yo'qotishni maqsad qilganlik to'g'risida tushundirdi. In the very recent hearing, we heard from sociologist and genocide expert Dr. Ton Zwan. Əmdi bu Uyğur sotuninki qanunu cəhətdə qaysı kişilərin qanuni fikirləri yoki şu asas qılğanlığı toğrusida düşüncə qıvadı. Məsələn, Ton Zvanның toğrusidagi qanuni cəhətdəki düşündürürdü, yəni mütəxəssis doktor yani birisi doktor Lemkinninki 48-ci yılı tərəfindən qəbul qılınğan irqi qırğınçılıq cinayəti. For the sociologist, Lemkin was both a lawyer, but by the time he was doing this, he was really thinking in sociological terms. He said it's intended as genocide to signify a coordinated plan of different actions. Bu irqi qırğınçılıqninki qanun cəhətdəki düşüncələri boyunca düşündürürdü. Yəni Lemkinninki qandaq bunun göz qaraşdı bolğan Zvanninki göz qaraşları deməkçi. In a general sense, genocide can be seen as an organized process of systematic persecution, destruction of a considerable group or category of people by other people under the auspices of a state or political regime. Who belongs to the target group is defined by the person. Beklam qanuni cəhətdəki mürəkkəb düşündürüşlər bunun yazmasını oxuvasanlar boldu. Asaslıq qanun cəhətdəki mühim nöqtələrini düşündürürdü da. Genocidal infrastructure of leading ideas where a cluster of ideas is dominant and determines the outlook and policies of the future of the political elite at the helm of the state. And in those circumstances, says Dr. Zwan, mass atrocities and genocidal activities have a high chance of following. But China, he suggests, the Chinese authorities may refrain from genocidal mass killing. The regime and its security services dispose of many means of what are called crushing techniques already developed in Mao's time. Sharp surveillance, forced re-education in schools, detention camps, forced labor, endless restriction on movements and harassment. And he suggests that the victims stay alive, but, this is the sociologist talking, their freedom of living is nevertheless to a high degree destroyed. For him, genocide may be rooted or take root in many policies with different intentions, and he was disinclined to allow for good motives of the state to be associated with bad, where genocide was happening or is likely to occur. But of course,
Hazır bütünlay şu qanunninki, yani irqi qirg'inchilik qonunninki jarayoni va shularni tushuncha beryapti. Buningki yazma tarjimasi jiq uzun vaqt qolmay e'lon qilindi. Shuning uchun Uyghur qarindoshlarninki shuni saqlasanglar bo'ldi. Men hozir asli boshqa birisi almış kerekti. Men bir soatdan eshib ketdi hozir, bir yarim soat bo'ldi. Shuning uchun kechirsizlar men bu hozirgi butun berayotgan qonuniy jihatdagi tushunchalarni tarjim qilishga biraz biraz qiynalib qoldim. Sociologist view, firmly expressed by Dr. Zwan in a written note, about the difficulty of proving intent. The lawyer's recurring problem, genocide's trial. Dr. Zwan's evidence doesn't loosen the tests that must be applied for any finding of genocide in law. It does help explain. Yani en mühimi bu ırkı qirg'inchilikni isbotlash, bu bir davlatninki maqsadimush, bu maqsadni isbotlashninki qiyin bo'lganligi to'g'risida bu tushuncha berdi hozir. Hazır qanunshunoslarninki Uyghur sotiga qonun jihatdan yordam qilganligi to'g'risida biraz tushuncha beryapti. Yani qiyin qisqa qilish ahdnoma bu bütün qo'limizdagi bor isbotlar orqali buningga Uyghur soti qanoatlendi, yani buning haqiqatligiga, haqiqat bo'lganligiga. Yani insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun bir qancha turlar isbotlanishi kerak. Yani fuqarolarga qarshi kengir ko'lamdagi sistemlik buzg'unchilik qilish, widespread or systematic attack against the civilian population, and that his or her acts are part of that attack. He doesn't have to know the detail of the policy, he has to know at least that. Finally, for genocide, certain prohibited acts, if committed... Hamda irq qirg'inchilik isbot uchun, yani bir millatninki yoki bir guruhninki bir qismi yoki qismlarini yo'qotish va buni yo'qotishninki asosli maqsad qilgan, buni isbot qilish misol. Causing serious
yana bu qirg'inchilik ahdnomasidagi bir qancha asos qilgan to'g'riliq tushuntiryotidi, ya'ni o'ldirish, millatni ballarni ayirish, tug'ut cheklash degandek bir qancha tur. Yani maqsadlik vayron qilish yoki buzg'unchilik qilish to'g'risidagi tushuntirish. Physical or biological destruction of all or part of the group. When looking at genocide and what has to be proved and against whom or what, the perpetrator is now not the lower level perpetrator. The person Yani actually doing qirg'inchilikni isbotlash uchun bir hukumatninki odatki bir kishi emas, buningki yuqur darajalik kishining bo'lganligini isbotlash kerak. as to inferences, where an inference is drawn as to specific intent, that inference must be the only reasonable inference from the totality of the evidence. Yani birisi bu maqsadlik qilganmi, qasddan qilganligi, bunimi isbotlash. Hamda hukumatning o'zininki Genocide Convention, which, as you will recall, 172 states, including the DRC, 172 hukumat, yani Xitoy hukumatimi bunaga qo'l qo'ygan, ya'ni ahdnomaga qo'l qo'ygan. in mind. Remember the requirement of states to act under the undertaking right at the beginning of the Genocide Convention. Later on, it's made plain that there has to be a determination, has to be an intention of states to prevent genocide, to punish people who may be committing genocide, to investigate genocide. Yani bu ahdnomaga qo'l qo'ygan hukumatlar bu qirg'inchilik o'tkazayotgan davlatlarni to'xtatishi va qirg'inchilik uchirayotgan millatlarni qo'g'dish majburiyati bor. Single and unique meaning. They are always context specific. And the destruction has to be physical or biological destruction. Yani bu buzg'unchilik jismoniy va biologiyalik bo'lishi kerak, misolga. Would clearly be physical destruction of a kind, of a part of the group. The biological destruction has not, so far as the tribunal's lawyers have ascertained, ever been adequately defined by any court. The tribunal found helpful the first, second, and last draft of the convention, because in the first draft, physical genocide was divided into three types: physical genocide with definitions, biological genocide with definitions. Yani bu qirg'inchilikqa birisi tan, yani o'ldirish orqali qirg'inchilik o'tkazgan, birisi biologiy qirg'inchiligi. Yani birisi ballarni majburiy yo'tkash siyosati orqali Had been expanded, but transfer of children had been removed. The first two had been combined into a single physical and biological genocide. masalan madaniy qirg'inchilik. Measures to prevent births. Yani birisi The Genocide Convention qirg'inchilik, yani bu tug'ilishni cheklash, tug'ish cheklash, bir millatninki sonini qasddan kontrol qilish. Bumi shu qirg'inchilik nimasiga kiradiganligi to'g'risida tushuntiryotidi, yani. something that had originally been in cultural genocide. Cultural genocide had been removed in the later iterations of genocide and suddenly pops back up, unexplained, as one of the 5 acts. So the tribunal took the view that given the destroy in the convention as finally formulated is Yani not Uyghur sotininki bütün müşahidatlardaki qirg'inchilik ahdnomasidagi qonun hujjatdagi qonunlarga asosan bütün faktlarni ko'rib chiqqanligi va biologiyalik qirg'inchilik, buzg'unchilik buni looked at that first iteration
Muşu ispatqa naiti inçik qardıq yani. Legal scholars and practitioners often argue that there's little need for genocide, when the formulation of crimes against humanity usually covers all acts that might constitute genocide, and crimes against humanity are equally as serious. The only difference is the particular intent, state of mind required of the potential offender or of the offending state. Without adopting this argument in any way, the tribunal can observe that it might be unwise to venture into territory where the law is not absolutely clear, if that lack of clarity might be used to attack the tribunal's judgment and deflect attention from matters of substance that can, as it happens, be dealt with, if at all, as crimes against humanity. So going through the processes of reasoning, evidence, extra evidence, expert evidence, opinion we disregard, but look at cases favorable to the PRC, for the law, and so on. Further conclusions. As to and in summary, the tribunal is satisfied beyond reasonable doubt that torture has been inflicted throughout the period leading up to 2021 by or at the instigation of or with the consent or the acquiescence of public officials or other persons acting in official capacities of the PRC or the CCP. Turning to crimes against humanity. Before we come to the list of acts that have to be shown, remember, there has to be an attack. It has to be widespread. It has to be Yanıla qanun cəhətdiki Might asaslarını düşəndirədir. in the PRC or certainly in Xinjiang was just suffering the same detention, surveillance, and so on and so forth. To which the answer is no. The number of Uyghurs detained, the number of mosques and graveyards destroyed or rendered unfit for purpose, sterilizations, abortions, repression of language, repression of religion, separation of Uyghurs wholly without justification. That shows there was an attack. Second, was the attack widespread and systematic? Yani Uyğurlarga qarşı hərəkətin boğanlığı, bolmağanlığı, bunun isbatlanğanlığı toğrusida düşəndüdü misalga milyonlagan kişilərin tutqun buluşu, səbəbsiz yoxdu şey degəndək məşə. Yani birisi kontrol qilish uchun texnikalarning qo'llanganligi, yuqori texnika qo'llanganligi to'g'risida tushuntiradi. Artificial intelligence, as well as human intervention, every facet of legal life, it is hard to conceive of something more systematic. Bunun sistemlik bo'lganligini, buni First is murder. For an act of killing to qualify as a crime against humanity act would have to be proof of the intent to kill or cause serious bodily harm. insoniyatga qarshi jinoyat, birincisi qotillik, o'ldirish. Bunun da aniq bir isbatning bo'lmaganligini tushundirdi. Keng ko'lamlik o'ldirish isbotiga ega bo'lmaganligi, bu qo'l yo'q. Yani birisi qul qilish bu siyosati, buningdimi bu to'g'riliqmi, yani haqiqiy qul qilgan bu qonun bo'yicha bu yeterlik bo'lmaganligi, yeterlik isbotning bo'lmaganligi. Villages being knocked down without owners or occupiers' consent, occupants being relocated, crime against humanity, deportation, and forcible transfer of the population is proved beyond reasonable doubt. Imprisonment, İnsaniyatga qarshi masalan surgun qilish yoki nopsni majburiy yutkash jinoyat bu qabul qilindi, yani bu isbotlandi. enough to be mentioned without any reasonable cause, as the evidence shows, without any proper legal process. The
Yani insanlarınki qiyin qıstaqqa, türmələrə bu cəhətdəki isbatlarını qəbul qılındı. Bunu insaniyyətə qarşı cinayətə isbatlandı. Sterilization and other forms of sexual violence, the next category. Yani birisi bu başlıqçılıq, cinsi zoravallık, bularının həmisi qo'lga tushgan isbotlar, faktlar orqali Definition of rape may encompass invasion of any part of the victim's body. The perpetrator must intentionally commit the act, being aware that yani bunun məqsədlik bolğanlığı bu sud bu xil insaniyyətə qarşı cinayətninki ötküzülgənligini qəbul qıldı. Yani bu cinayət bovatıdı deگەلdə. to discriminate on political, racial, ethnic, or religious grounds against an identifiable group, or that are collectively and universally recognized as implicit. Evidence of economic deprivation, of discrimination of a personal nature, of funded property, discriminatory judicial and legal practice, of restrictions placed on family life, exclusion from certain professions, restrictions Yani placed on dini, rights, iqtisadi, hər cəhətdəki çəkiliniş Xitay hökumətininki siyasəti bu ziyankeşliklərinki mövcudluğu və bunun qəbul qılınğanlığı və bu isbatlanğanlığı trying to be satisfied beyond reasonable doubt. That is true. Apartheid would have come next, but is an incompletely developed crime and is not considered incompletely developed by courts and laws. Yani insanlarınki məcburi g'oyib bo'lish insoniyatga qarshi turish jinoyati isbotlanganligini shaksiz qabul qildi, yani rozi bo'ldi. Acts not specifically enumerated, evidence has been received which could be included within this category. Forcible imposition of hand people into weaker family homes, pervasive surveillance system throughout the region, destruction of mosques, repression of religious and cultural expression, forced coerced marriage, satisfied beyond reasonable doubt. Uyghur sotununki, yani medeniyetini ifadələş və məcburlaş yoki məcburlaş muşu cəhətdəki, yəni məsələn Xitaylarning Uyğurlarning bütün örf adətiga qılğan buzğunçuluq bununki isbatının to'liqligini bu insoniyatga qarshi jinoyat bo'lganligini qabul qildi, yani. The widespread or systematic attack against the weaker part of the population, so that their acts were part of the attack, even if they had no actual detailed knowledge of the attack overall. Yani bu sud kollegiyasi qilmish sodir qilg'uchininki Uyg'urlarga qartilgan keng ko'lamlik sistemlik hujum bo'lganligi bunun qilmishlarininki bir qismi ekanligini shaksiz qabul qildi, rozi bo'ldi. Remembering that plan is not essential, but may help to interpret our plan. Motive is generally irrelevant because what's important is the intent at the moment some act is put into place. The policies may be achieved through genocide, but that's not a critical finding. That a perpetrator's specific intent has to be directed against destruction of a group in part, that's sufficient, as opposed to the whole. But that the part, if it is only going to be against part, must constitute a substantial part of the group, such that it is significant enough to have an impact on the group as a whole. Yani bu qirg'inchilik to'g'risida ahdinomadagi
qonuniy talablarni tushundiradi. The intended measures themselves, together with an intent to biologically destroy, Yani bulupmu biyologiyalik buzg'unchilik qilish, ya'ni bulupmu tug'ut the cheklash, actual tug'ut. consequence on future birth rates may not be necessary. Yani kelgusi kishilarning tug'ilishini, Already to have millatning ko'payishini cheklash siyosati. Bu to'g'risida tushuncha beryapti. for identifying what was the perpetrators. Remember, perpetrator is the high level people organizing, running. Yani eng yuqori darajalik ziyankesh qilg'uvchi, yani ziyankesh zo'ravonlik It's incontrovertible. siyosatni yo'lga qo'yg'uchi. Yani birisi bir Uyg'urlarninki bu alohida bir guruh, nima uchun alohida guruh bo'lganligini tushundirdi, chunki milliy etnik Mental harm in order to destroy the group, not the group. alohidligi to'g'risida. Inflicting on the group conditions of life, likely to bring about its destruction. And much evidence showing such things happen, insufficient to prove destruction. Turning to imposing conditions intended to prevent birth. Yanılam bu System of measures to tug'ut to'g'risidagi Uyg'urlarninki nopusini kontrol qilish to'g'risida qo'lga tushgan bütün materiallar, isbotlarni tushundiradi. Yani Xitoy nopusini yuqorilatish, Uyg'urlarni ozlatish siyosati. Yani birisi tug'ut cheklash orqali Uyg'urlarning nopusini ozlatishi maqsad qilganligi. Hamda buni maqsadga yetish uchun ayollarni majburiy tug'ut operatsiya qilishi, uzuk solishi va bolalarni tushirishi degan bu siyosatlarninki isbotlanğını və faktlarning to'liqligi to'g'risida buni tushuntiryapti. Agar bu siyosatlarni qo'llanmagan bo'lsa, Uyg'urlarninki nopusi kelgusida jiq bo'ladi. Hamda bu qirg'inchilik siyosati bir millatni buzg'unchilik qilish, yo'qotish maqsad qilgan. Ya'ni bu shu Xitoy hukumatininki Uyg'ur nopusini qisqartish siyosati asos qilgan taraf orqali tushuntiryapti. Thousands of children, maybe hundreds, removed from the care of their families, sometimes with one or both their Yani birisi bolalarni majburiy yo'tkash, bu kichik o'zining oilasini ayirib o'tish, o'zining bolalarninki ota-onalarning bolalarining qayerdaligini bilamagan azob oqibat bu jihatlarni tushuntirib o'tdi. Bu albatta bir millatninki ig'ir tahdid bo'lganligi buni qabul qildi, ammo qonun sud kollegiyasininki bu maqsadlik buzg'unchilik harakat qilganligi ekanligi yetarlik darajada, ya'ni taraqqiy qilmadi demakchi. Might be associated with an inconsistent
crimes against humanity attributable to the PRC is established beyond reasonable doubt by acts of deportation, forcible transfer, imprisonment, severe deprivation of physical liberty, torture, rape, other sexual violence, enforced sterilization, persecution, forced disappearance, and other inhuman acts. As to genocide, it will be clear from the above that all elements of an intended genocide to be accomplished by a convention-listed act imposing measures to prevent births within the group are established, subject only to whether the part subject to the intended destruction would qualify. If the part is sufficiently large, then genocide would be proved. The tribunal recognizes that this may be the first public evidence-based determination of genocide under Article 2D of the Convention, or crimes under similar statutes. Crimes under statutes that are in similar terms. The tribunal would, as I would, prefer not to make such a finding, and to allow findings of genocide to match more closely the likely general public understanding of the word. The tribunal recognizes that a finding of genocide based on control of genocide may even seem to some close to the lawful management by governments of other societies elsewhere. In fact, some minds might be awkward and uncomfortable considerations about worldwide understandable population growth. Between 1945 and 1948, men and women who had had experience of one, and usually two world wars, and wanted to save us from the worst that we could do to ourselves. Yani bu Uyghur sotununki Universal Declaration of Human Rights and the Genocide Convention. insaniyetga qarshi jinoyat Xitoyninki buni rasmiy qabul qilganligi, buningga to'liq isbot borligi to'g'risida tushuncha berdi. Hamda hozir shu qirg'inchilik, ya'ni irqiy qirg'inchilik olib berishdagi qonuniy jihatdagi asoslarni hozir tushuntirib o'tyapti. Masalan, 1945 yildan 48 yilgacha bo'lgan jarayondagi qonunninki kelib chiqishi to'g'risida About making findings of this crime on the basis of evidence that links the crime to the very highest political figure of a country. It would seem altogether more appropriate for such things to be dealt with by governments or international organizations. Governments have no courage to do such things. Neither does the United Nations, where a powerful state is involved. And so it falls to this tribunal to make clear, on the basis of findings set out, that the unborn part of the Uyghur ethnicity of Xinjiang, calculated by consideration of the likely numbers of Uyghurs in years to come, that there would have been measured against the likely number of Uyghurs that there would have been had the Uyghurs not been treated in the way that they were by measures to prevent births, constitutes a substantial harm for the purposes of the convention. And accordingly, on the basis of evidence heard in public, the tribunal is satisfied Şoňa bu yuqorqy bütün bayan qılganlar asasen Uyghur milletininki bu toğul çekilişi, yani noposunun azaytışı məqsədlik bolğanlığı, muşu siyasətke, muşunun asasen en ahırda. with no evidence of any mass killing, may be thought to diminish the perceived status of genocide as a crime, and in one way, Yani sotnunki qo'liga tushgan faktlarga asasen yani to'liq insonlarni o'ldirish, yani
köp sanlıq öldürüş bundaq bir isbatның bolmağanlığını but sometimes at cost to other tragedies, less able to attract attention despite being as serious. The suffering of the Uyghurs has attracted public attention by superlative and hyperbolic expressions of concern for reasons that may not be entirely clear. Other suffering that has included large-scale killings of those without religious affiliation. Yani o Uygurlarınki bugünkü bu azap oqibatlarga xalqarada köpleyen kişilerninki naiti көңіл бөлгенлігі тоғырсыды biraz düşündürüp ötdi. Mesela parlament, yani siyasonlar ve mütehassislerninki Uyghur meselesiga көңіл bölgenligi to'g'risida. Genocide is not necessarily the worst of all possible crimes. Activating a dirty bomb in a city might be no genocide, despite the death and devastation caused. The Twin Towers attack was terrorism, but not genocide. So why should what has been happening to the Uyghurs be taken so seriously? The genocide convention was concerned at its creation in 1948 with the survival not of individuals. Yani nima uchun bu Uyg'urlarga bo'layotgan hozirgi Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik mu emasmi deb buni baholashni sud o'z ustiga olganligi to'g'risida bir yana qayta tushuncha beryapti. Nima uchun buning muhim bo'lganligi. That ambition, it might be thought, is as important today as then. Ours is a world of many nations, ethnicities, races, and religions, all of which are entitled to survive, all of which are supported by the Universal Declaration of Human Rights, none of which is to be extinguished. Some might say what happens in Xinjiang is merely the encouragement to assimilation of groups, assimilation being something that's happened naturally throughout recorded history, and that the PRC might simply be bringing greater security and borders to the country of a single character by what it's doing. Such thinking might of course be misguided, because the experience of many ethnicities is that they have great power to survive despite attack. But assimilation by encouragement or force would set at naught the value of diversity experienced in everything. Yani Xitoyning siyosatini o'xshamagan kishilarninki o'xshamagan tushunchalarini tushunadi. Balkim ba'zilarninki tushunchasida bu bir millatninki etnik kimligini o'zgartirish bu qandaq cho'ng bir masala emas degandek, lekin bir millatni majburiy o'zgartirish o'ziniki bir jinoyat ekanligini tushuncha berdi. They've been driven by envy of China's success, by fear of China, and so on. Ba'zilarniki masalan Xitoy hukumatiga bo'lgan ko'z qarshi, ya'ni Xitoy hukumatininki dunyodagi o'rinni yo'qotish uchun o'zining asli Xitoy hukumatining siyosatini qo'llagan to'g'risidagi kishilarning fikrlari to'g'risida bir tushuncha berdi hozir. And who can make their voices heard on issues to which this judgment may relate will do so. Much of the material before the tribunal has been for some time in the public domain from other sources, and it could reasonably have been expected that governments, organizations, and businesses interacting with the PRC will have already factored in what was revealed in that material and now in this judgment. And indeed, it's worth noting that the US government has, through its
other countries have the issue dealt with at the International Court of Justice. It might happen if the country had the courage to take the matter there, notwithstanding the PRC's reservation concerning that court's jurisdiction. Maybe the jurisdiction would now be found not to be an effect. Maybe the PRC, if confident in its opinion, would not want to hide, as if in shame, behind the reservation. Fourth point. From the PRC's and CCP's points of view, there is no appeal from the judgment of this People's Tribunal or from the opinions elsewhere about these matters adverse to the PRC. They all stand unless corrected. Now, China is one of the oldest civilizations existing today, and yet it faces determination supported by evidence that would show it to be in part of the party of the government of the people, only the people. These determinations cover a period when the PRC has been establishing itself the most powerful nation on earth or soon. Yuqorida asasen parlamentlarninki ve Amerika hökümetinin bunu qırğınçılıq dep ataganlığı toğrusida düşençlerini berdi. Xitay hökümetinki ve Xitay xalqınınki tarixi qısqaça bu bir medeni milletlik toğrusida düşençe berdi. And to become a country to envy, emulate, and admire without being in its approach towards the leaders as the judge and reveals as bad as it has. Many what the tribunal have been dealing with have been unavoidable, unnecessary human tragedy, sad in the extreme for all observers to behold, devastating and worse to have experienced as victim. Could the wonderful, diverse entity of China have expected better of itself? Could we have expected better of China? The PRC is said to want to expand its influence economically and by other means. Yani Xitay hökümetinin siyaseti doğrusunda özünü aqlaş siyaseti doğrusunda düşençe berip adı. Submission of its actions to the world's highest courts, the ICJ, the ICC. That would be leadership by example, willingness to expose conduct of state or of individuals to international public review, something the rest of the world's citizens might want, even if something that their governments, especially large governments of large and powerful countries, might fear. Before the PRC should reject the idea, given the worldwide concerns about treatment of the Uyghurs and other Turkic Muslims in our misjudgment, might it, on behalf of its 1.4 billion citizens, consider what those in other countries who buy T-shirts made of cotton come from Xinjiang, computers and other items all over the PRC? What must they think of a country that fears its own people using their intellects freely? It applies barbaric methods of torture to people as if hoping to change their minds permanently. It squashes 1 million or more of its people together in cells so small they cannot even lie down to rest. It so coarsens its citizens working in detention centers as to allow women citizens to be raped or gang raped, men to be raped. Ahırda yani Xitay hökümetinin Uygurlarga ve Türk Müslümanlarga Understanding that preserving what in translation kollanğan siyaseti ve zoravallık doğrusunda yana qayta leaders and followers düşendirip çıkıvadı. this conduct does anything to preserve face and dignity? Does it think that those from foreign lands will be unaffected by the truth that has emerged and emerges further in this judgment? Will its leaders and citizens really keep faith as those facts are ever better known? Might its own citizens prefer to see this judgment and other opinions adverse to the PRC
tribunal's work, lasting a little over a year and accomplished with pro bono or lightly paid researchers and Әмді otherwise Uyghur sotuningki xizmat jarayonini tushundiryapti. has been comparatively straightforward. It's work that has been done in the shortest possible time. Ən qısqa vaqtning ichida bu oxirgi qarorni chiqarganlik to'g'risida. Even without actual government or United Nations government consultation. It is work the product of which may now limit the brutality of crimes against humanity and genocide demonstrated in various forms, but may save lives, may allow the unborn to be born, may save women from having their ability to give life brutally destroyed once needing to be done, as the work done by this tribunal had to be commended. Sixth, final reflection. If rights are truly universal, then they are matched by universal duties, and those duties are personal. Not only is your right as an immediate neighbour your neighbour's duty to uphold, your neighbour's duty, even on the other side, your neighbour's right, even on the other side of the planet, is similarly your duty to uphold, if ever possible. International bodies, nation states, big NGOs deliver some part of the individual's duty. But that doesn't mean that that personal duty to be honoured citizen to citizen wherever possible does not exist. The personal duty can be delivered in part through the ballot box. But elect leaders who do often do not respect and support the rights of citizens everywhere. The personal duty includes choices of power and where to deploy influence, how to spend money and time, or where to study and with whom. So if the citizen is left by governments or other bodies that avoid finding and revealing certain truths, the citizen is left uncertain about events near or far away, then the citizen's duty that might be activated is suppressed. That is why, when governments avoid that genocide prevention undertaking, it is appropriate for citizens, as in this tribunal, to do what governments fear to do. No more than to fill a gap in knowledge could and should have been filled by others. The tribunal has respected the PRC and its people, recognizing significant differences of culture between them. Differences in approach of PRC citizens to authoritarian regimes. The tribunal has considered only the clearest breaches of international standards of law, which the PRC is fully committed, acting with great care to reach its decisions. So much for the tribunal. Әмді ақырда Uyghur sotuningki ommaviy bu sudda аңланған дәлел isbotlarga asosan Xitoy hökumətinin Uyğurlarga qartılğan siyasəti, yəni bir qismini yo'qotishni maqsad qilgan tug'ilishni oldini bolalarning tug'ilishinin oldini olish tadbirlarini qo'llanish degan orqali shu qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik jinoyatini qilganligini shaksiz e'lon qiladi. Ya'ni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik ilib bordi deganni qaror qildi. Buningda Sir Jeffrey Nice efendim o'zininki ko'z, ya'ni shu Uyg'ur sotininki nima uchun bu vazifani ustiga olganligi va xalqaro sud, davlatlik sudlarning bu unaga ko'ngil bo'lmaganligi uchun
bu gerçi bu sotning qonuniy yuqur huquqi bo'lmagan darajadami balkim yani azap oqibatda turgan shu millatlar Uyg'urlarga o'xshash millatlarga bir yo'riqlikqa chiqish bir sababi bo'lib qilishini arzu qilganligini tushuntirib o'tdi. Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüyotqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün Naq Meydan proqramısı. Mən Alim. Biz hazır ozurunlarga Angliyanın paytaxtı Londonda içilayotgan Uyğur Sot Kollegiyasının hökm elan qilish yig'inining Naq Meydan ko'rinishini taqdim qilyapmiz. Bu yapılsa Mehmetcan. Hörmətli görürmənlər, bugünkü anıltışımıza hoş geldinler. Dəbit günümüzdək Angliyanın London şəhərdə işləyotgan Uyğur Sot Kollegiyasının en ahırkı hüküm ilan kılışığının naq meydanı hozurunladı. Döndüğündükte bugün sot meydanı bilip ötken bazı talaş tartışlar ve bunundaki şeriler ve sot hükümünün en ahırkı kararının neticesini hozurunlamışsınız. Bundakta Alim efendim, siz bugünkü sotninki en ahırkı kararını xulaslayıp anlaştırmamızı sunulan bolsunuz. Sotның en ahırkı kararı ne oldu? Oldu Mehmetcan efendi, bugün hem de bu Angliyadagi Uyghur Sot Kollegiyasi 2 saatga yaqin o'zining qarorini tushundirish natijasida, ya'ni Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik
ham insoniyatga qarshi jinoyat ilib berayotganligini dalil isbotlar bilan o'tirib qo'ygan bo'ldi. Bu necha vaqtdan yoqi Uyg'ur xalqimiz kutayotgan bu sotdan bir natija bo'lib hisoblanadi. Shuningga bugungi bu qaror hamda chiqargan hukm meningcha buni albatta Xitoy hukumati buni anglagandan keyin hamda norozilik bildirish mumkin, ham bu sotni ayblish mumkin. Sizningcha hamda bu qarordan keyin hamda o'zingiz ko'rgandek hozir bugun bu Sir Jeffrey Nice apandi aldırmay naydı yumuşaqlıq bilan o'tirib qo'ydi. Endi albatta buni tushuntirish jarayonida bo'lib, irqiy qirg'inchilik masalasi kelgan chaqda meningcha buni ko'rgan nurg'un Uyg'urlar andish qildi, balkim shuni demay qolamdikin deb. Buningda sizningcha bu 5 turninkida qaysini asos qildi bu yerda? Men bu efendimninki şu iş jarayoniga tafsili qarab chiqqan bo'ldim. Boshda bayam deb o'tganimizdek bu insoniyatga qarshi jinoyat nuqtasidan qaysi jinoyat turiga tushadi Xitoyning qilmishlari degan nuqtalarni masalan buningda şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki irqiy qirg'inchilikqa qarshi ahdnomasidagi ya'ni uning 2-moddasiga tava 5 tarmoq moddasi ustidan tafsili tushuncha berib o'tgan bo'ldi. Buningda masalan asosliqi şu vayron qilish ya'ni fiziklik, jismoniy ya'ni fiziklik jismoniy jihatdan, biologik jihatdan vayron qilish shu ikki nuqtada asosan to'xtalgan bo'ldi. Demak, buningki shu bu sud kollegiyasining qarori asosan shu tug'ut cheklash. Ya'ni tug'ut cheklash shu Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasiningki 2-moddasining ichidagi 5 tarmoq modda. Ya'ni shuningki 4-inchisi. Yani tug'utni cheklash, buningki konkretni qarasak, masalan, bu yerda deyildi bu. Imposing measures intended to prevent birth within the group deydi. Masalan, buni Uyg'urcha deb o'timiz albatta. Shu H guruhidagi tug'ish nisbatini cheklash uchun ba'zi cheklimlarni ijro qilish yo'l qo'yish deydi. Buningdagi shu yaqindan buyon masalan bu Adrian Zenz efendim ne chiqdim shu tug'ut haqidagi ya'ni Xitoyninki oshkorlangan hujjatlarga asosan Xitoyninki shu yaqinqi 5 yil jarayonida tug'ut cheklash siyosatini qanday ijro qilganligi. Buningda majburiy tug'mas qilish uzuklarni, tug'ut cheklash uzuklarini selish, tug'ut ishilik ayollarni to'y qilish qatorliqlardan rag'batlantirmaslik, masalan ularning to'y qilish imkoniyatining bo'lmasligi. Asosliqi shu yaqinqi dokladda kelgusida 4 milyon, 4 milyon Uyg'ur kam tug'ildi degan bo'lsa, ammo shu 2017dan 2019gacha Uyg'urlarning tug'ish nisbatiningki burunqi 5%dan 1,9% chiqib qolganligidan iborat sonliq ma'lumotlarni asos qilib turib, buningki ham insoniyatga qarshi jinoyat turiga tushadiganligi, eng asosligi, eng muhimi mush turi bo'yicha buningki Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoyatlarning, ishlayotgan jinoyatlarning irqiy qirg'inchilik kategoriyasiga tushadiganligini ro'shan va keskin ravishda degan sharialab jakarlab o'tgan bo'ldi. To'g'ri. Sizningki qo'shimcha qilgan taraflaringiz bo'lsa yaxshi. Buningida hamda atgandan beri xalqarodagi muajiratga Uyg'urlar menimcha hammasi ko'rgan bo'ldi buni. Hamda nurg'unlar balkim inglizcha bilmaydi. Shunda bo'lsa-mu, nihoyat qiziq hozir bu sot hamda tunji qitim hamda dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan bu sot qurildi. Gerçi bu bir xalqarалық sot bo'lmasa-mu, Xitoyni majburlalaydigan yoki jazolaydigan. Ammo bu xalq tarafidan qurilgan bir sot bo'lganligi uchun bundaq mustaqil bir sotdan chiqargan hukmi ham yakunining qanchalik muhimligini hammamiz bilamiz. Shunga bugungi bu kunda mening bilishimcha, masalan, o'tgan hafta Dolqun Aysomi Washington ketgan bo'ldi. Masalan, dunyo Uyg'ur qurultiyilari nihoyatda andishishdi. Masalan, agar bu özlərinin təşəbbüslə qurulğan bu sotun hökmü navad ya irqiy qirg'inchilik ya insoniyat qarshi jinoyat degan hukm chiqmasa, albatta bu vatan millatning hozirgi o'tkazayotgan qor kunlarda bu foydasi bo'lamdi, ziyon bo'lamdi degandek. Onundan sirgan nurg'un Uyg'urlarmi albatta qazolik bilan qarab turgan bunga. Yana sotning natijasi yakun nim bo'lib chiqdi. Ammo hozir endi bu Jeffrey Nice apandi 2 soatga yaqin buning nima uchun endi buning qonuniy arq ko'rinishlari ham sabablarini bir-birlab yechib tushuntirish orqali garchi abay degandek bu insoniyatga qarshi jinoyat to'liq rahat paketlar bilan isbotlangan bo'lsa-mu, ammo irqiy qirg'inchilik kelgan chaqda bu
2 maddenin 5 qo'shimcha moddasiga kelgan chaqda faqat albatta bu 5ning qaysini qilsa irqiy qirg'inchilik bo'ldi. Ammo birinchi, ikkinchi, uchinchisini rad qilgandan keyin albatta bu andish paydo qildi. Sizdimi, bizdimi albatta. Ammo to'rtinchisi kelgan chaqda, ya'ni bu Uyg'urlarning nopusini maqsadli holda Xitoy hukumatining tadbirlarini qo'llanib, nopusni azaytishi, ya'ni Uyg'ur nopusining azishi, siz degandek 4,5 million, uningdan keyin qanday bo'ldi? Xudoyim o'zi bildi albatta. Mushni bular bo'libmi Adrian Zenz apandining Population Optimization degan dokladiga asosan Xitoy hukumati mana bu orqali Uyg'urlarni qisman yo'qotmoqchi degan yakuni chiqarish orqali yana Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik ilib beryapti degan hukmni oxiri chiqadi. Demak bu bayaqi sotdim ko'rib etdik. Sotchi baş sotchi Jeffrey Nice efendim. Shu sotninki sot kollegiyasining oxirgi qarorininki, ya'ni Xitoyning 11 turlik jinoyat ustidan qarab chiqqanligini deb aytib deb aytdingiz. Masalan, keng ko'lamli o'ldirish Hatta bularning yeterlik ispat yo'qligini deb o'tdi. Masalan, keng ko'lamda Uyg'urni o'ltamdi deb. Qulluqqa majburlash. Hozir men yerda qullar amgaki ishlarni o'tkash, u qisman majbur emgak degan ba'zi isbotlar bo'lgan bo'lsa, ammo buning isboti yeterlik emasligini deb o'tdi. Ammo o'tkash, ya'ni buningga aloqali shu yoki bir insonni bir o'zini turayotgan yurtidan majbur bilak bir yerga palash yoki o'tkash, yoki bolalarni ota-onasidan arib o'tkash qatarlıq bu türlərdə insaniyyətə qarşı cinayətdən sadır olub-atqanlığını. Dedi, məsələn, cinsi təcavüz, basqınçılıq bu cəhətdimi insaniyyətə qarşı cinayət sadır olub-atqanlığını dəb ötkən oldu. Ümumi cəhətdən biz yana Uyğurlar qartılğan dini, siyasi və irqi cəzalaş. Uyğurlarının ki, irqini əsas qıb durub, dinini asas qılıb durub və siyasi mövqesini asas qılıb durub Uyğurlarını cəzalığanlığı. Demək, Uyğurlarınki kən köləmlik, kəmsizlik uçurayotqanlığını bu insaniyyətə qarşı cinayət deyə tilgib ötkən oldu. Bu irqi qırğınçılıq cinayətindən başqa. Şunun axırı, biz körüb ötkənimizdək, sotninki ən axır qararı Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatınınki irqi qırğınçılıqның aldını eliş Əhdnaməsinin 2-ci maddəsi və 5-ci tarmaq maddəsidəki 2-ci tarmaq maddəsidəki 2-ci maddəsinin 5 tarmaq maddəsidəki barlıq türlər boyunca toluq əsasən insaniyyət qarşı cinayət sadır qılıb-atqanlığı, onun 4-cü tarmaq maddəsi boyunca irqi qırğınçılıq cinayəti sadır qılıb-atqanlığını kəskin rəvişdə çakarlığan oldu. Şundaq, bu Uyğurlar üçün bir çox bir qələbə oldu həm də axırda əlbəttə bu Jeffrey Nice əpəndi bu Xitoy hökumətinin Uyğurlarga qarşı həm irqi qırğınçılıq, həm insaniyyət qarşı cinayət ötküzüyatı degan hökmni e'lon qilgan ekan, albatta bu sotning chekilmasining borligini, ya'ni bu sotning Xitoy hökuməti majburlamaydiganligi yoki jazolamaydiganligini o'ttirib qo'ydi. Ammo Amerika, Yevropa qatorliq davlatlarning ilgari hamda bu sotning hukmi chiqishdan burunmi Chenchuango, Bingtuan degandek uningdan sirt yana nurg'un Xitoy amaldorlariga jazo e'lon qilganligini ham davomli shu ravishda jazo e'lon qilsa bo'lganligini o'ttirib qo'ygan bo'ldi. Endi bu shu sud jarayoniga azroq bir qarab o'tish to'g'ri keldi. Bu sud 4-chi qatimliq sud, ya'ni e'lon qilinish jarayoni 4-chi qatimliq bo'lgan bo'ladi. Buning 1-chi, 2-chi qatimligi 6-cı ayda, 9-cı ayda, axir qatimliqi 11-ci günü. Bunun da Tom Zwan, yəni şu Adrian Zenz və David Tobin əpəndilər bir yerdə ispat guvalıq bəgən. Hem de bizimki şu sot jarayonida meyli dünyanın hər qaysı yerlərindəki Uyğurlar və Xitayğa münasibətlik tədqiqatçı alimlər olsun. Və Uyğur çətəllik və Uyğur bulmagan bəzi guvalçılar olsun. Qanuni mütəxəssislər, qanuni məsləhətçilər və ədliyyə mütəxəssislər olsun. Hətta Xitayninki sabiq bizimki diyarımızda Uyğurların tutuş qatnaşqan, qiynaş qatnaşqan və sot qılışqa atalmış, sot qılışqa, soraq qılış qatnaşqan saqçının guvalıqı. Qatarlıq nurgun ispatla berib ötülgən oldu. Bu sotda hem de ən axır qitim 27 noyabr Adrian Zenz oturup qoyğan bəzi, aşkarlığan bəzi höcətlər xalqaranın güclük diqqətini qozğan oldu. Bunun da bəzi xalqaralıq axbaratlarda
Uyg'urlarga qarshi ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatininki buyruqi nereden kelgan deb savolni qo'yib, u bilak yiroq yerdan izlab yurishga hojat emas. Xi Jinpingga qarang degandek mavzular qo'yilgan sarlavhalik maqolalar e'lon qilingan bo'ldi. Demak, bu sotning jarayoni, demak sotning bu natijasi shu o'tgan yarim yillik tekshirish, yarim yillik guvohlik berish, sotga topshirilgan materiallarni har xil va ko'p xil shaklda taqqoslash natijasida e'lon qilingan. Demak, nurg'un Uyg'urlar bu sot bo'lgan vaqtda albatta Uyg'urlar o'zining beshi kelayotganligini biladi, nimalarni kelayotganligini. Buni qarab turib, buni cho'qim irqiy qirg'inchilik deydi. Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizilayotgan bo'lsa, deb degan hammaylar shu qarashda bo'ldi. Bugun bu sotning jarayonidan biz shuni bilib o'tdikki, nima deydi desangiz, o'tganda bir David Tobin efendi shunday bir narsani o'tirib qo'ygan. Uyg'urlar jazolanishdan ilgari ular jinoyatchi deb qaraldi. Ya'ni ularningki jinoiy javobgarligi isbotlanguncha ular jinoyatchi deb qaraldi degan. Da, mana farq qarang. Endi bu Jeffrey Nice efendim bunu degan vaqtida biz hech qachon bu sotning hukmini va sotning jarayonini tekshirishni ilib berish jarayonimizda Xitoyni eski davlat, Xitoy cho'qim gunohkor davlat degan mantiqini asos qilib turib bu sot tekshirishimizni ilib bormadik deydi. Demak, bu sotningki betarafligi, adilligi menimcha mush nuqtalardan ularning o'zining bayonlaridan ko'rinib turishi kerak deb o'yladim men. Albatta, yana birisi albatta Xitoy hukumati hamda bu sotni hem baş sotçu Jeffrey Nice efendini bular sanction qilib jazoladi. Masalan, albatta başqalar deyish mumkin, bu bularni jazolagandan keyin shuning bular Xitoydan o'ch yil uchun qarorni chiqadi deyish mumkin. Ammo bu baş sotçu siz degandek Jeffrey Nice efendi hozir bu Xitoyni bir gunohkor va irqiy qirg'inchilik qilayotgan davlat sifatida qaramay yoki o'zlariga qaratgan jazoga qaramay, bundan aytib obyektiv holda dalil aldık kelgan dalil isbotlar orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan jinoyatning nima ekanligini to'liq bir-birlab nihoyat yaxshi tushuntirib keldi. Meningcha bu xalqimizning albatta abaytin siz degandek Uyg'urlar uchun uyayma Uyg'urda masalan ziyorat qilsak bizga irqiy qirg'inchilik qilyotidi. Uni qilmay nima qilyotidi deyish mumkin. Ne qanday piyaqit kerak yana? Manda appamda turib so'lab qo'ydi, dadamni yo'qotdi yoki yana bir inim lagerda o'ldi deb tushundirish mumkin. Ammo bu xalqaro qonunda bir davlatning bir millatga qaratgan ba'zi jinoiy harakatlarni hamda buni irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat yoki etnik tozalash deyish uchun uning nurg'un shartlari bor. Şu toplangan dalil isbotlar şu shartlarni isbotlagan taqdirda andan keyin shu jinoyat otildi albatta. Bugungi kunda bular abaytin siz degandek bu Uyg'ur sud mahkamasi hamda o'tgan yildan boshlab harakatlanishga borgan bo'lsa, harakatlangan bo'lsa, 6-oyda 4 kun bu guvohlik yig'ini ochdi, 9-oyda yana 4 kun ochdi, 11-oyda yana 1 kun oxirgi qitimliq guvohlik yig'inini ochgan bo'ldi. Uningda siz degandek Xitoyning eng yuqori darajalik hujjatlari orqali buning bosh jinoyatchining bu buyruqning ya'ni Xi Jinpingdan kelganligi isbotlangan bo'ldi. Mana shu dalil isbotlarning nurg'un Uyg'ur, Qozoq, O'zbek guvohchilarning, lager shohidlarining, Amerikalik, g'arblik ham Uyg'ur mutaxassislarning masalan bizning radioda isbot bergan bir qancha yanlar bo'lgan bo'ldi. Bularning hammasining bergan isbotlari, dalillarining hammasini yig'ib ekilish orqali eng oxirgi kunda bugun mana bu Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan jinoyatga nihoyat to'g'ri hukm chiqargan bo'ldi. Shunday bir nuqtani qo'shib o'tib ketgim keldi. Jeffrey Nice o'zininki shu bayonotida mundaq bir narsani deb o'tdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki xavfsizlik kengashidagi 5 kuchli davlatning birisi bo'lgan Xitoy Jamhuriyati, Xitoy Xalq Jamhuriyati haqida gap bo'layotgan chaqda Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki münasebetlik organlarının bunun karşı hareket qo'llanishi yoki bu haqda bir hukm, bir sud etishi hozircha mumkin emas deb qiladi. Shunga biz buni o'z ustimizga oldik degan bir mazmundagi konkretniy mazmunni esimga qolmabdi. Shunday bir gapni qilgan bo'ldi. Endi mush irqiy qirg'inchilik ustidagi shu Xitoyga shu jazoni hukm qilishda masalan tug'ut cheklash, nopusni qisqartish degan nuqtada deydi. Bu yerda fiziklik va biologik, fiziklik yo'qotish bo'lmagan taqdirdami biyologik jihatda qisman dalil isbotlab qo'limizda bor. Xitoy ya'ni mush nuqtadagi
o'zi qartilgan kuchlik ayıplashlar yoki isbotlarni suslashtirish uchun bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchilikning shaklini bu tug'i cheklash yo'li bilan ilib berayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni irqiy qirg'inchilik degan vaqtimizda ko'pincha ommaninki, odatdagi fuqaroninki kallasida nurg'un odam to'plab turib, et o'tish, ularni ko'ydirib o'tish degandek narsalar esga keladi. Masalan, Bosniyadagi Srebrenica qirg'inchiligi masalan 92-95gacha bo'lgan aralıqda bu Serb, ya'ni Bosniya musulmonlar qartilgan 100 ming odam o'ldi buningda. Endi qammisniki buningdagi mingisi hatto jasadlarni topib chiqargan narsa. Maningda unda bo'lganlik uchun, ya'ni bu Uyg'urlar qartilib o'tgan Uyg'urlarning 5-6 yilning Uyg'urlar ustidan yurgizilayotgan ishlanayotgan jinoyatlarning isbotlari unchalik aniq bo'lmaganligi uchun bular mush nuqtani asos qilib turib, ya'ni Xitoy shu nuqtadagi shu shariylarni texmo suslashtirish uchun mush shakl ilib borganligini biz isbotlab chiqdik deb o'tirib qo'ygan bo'ldi. Menimcha hozir buningdek mazmunlarni deb qo'ygan bo'ldik. Hozir bir necha savollar chiqadi endi. Bu savollarni cho'qim biz mehmonimizdan so'rasak bo'ldi. Ya'ni bu yerda bu jinoyat qaror qilingan ekan, hukm qilingan ekan, bu jinoyatningki bosh ishlaguvchisi kim? Buningdan keyingi, ya'ni qadamlar qanday bo'ldi? degan bir nechta temalar bor. Buni balkim biz muxbir bo'lib bilan buni biz cho'qim deb o'sak, menimcha muvofiq bo'lmamiz kerak. Bizningki bayam deb o'tganimizdek o'zimizningki shu sohadagi mutaxassisimizdan birisi bor, shuni taklif qilsak, buning javobini shu mutaxassislarimizdan so'ragan bo'lsak deb o'yladim. Albatta. Shunday qilaylik. We're having intermission. Bunda bo'lsa, hurmatli apandilar, xonimlar, biz hozir studiyoga alayda bir mehmonni, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Elshad Hasan apani sahnimizda taklif qilmoqchi. Shuningga 1-2 minut ta'xir qilgaysizlar. Xayr, xo'sh, sal turib ko'rishgacha aman bo'lasizlar. Sal turib ko'rishimiz. Rahmat. Intermission. Okay. Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur biliminin naq meydan taqtışı. Biz hazır Dünya Uyğur Qurultayının İcraiya Komitetinin muavin reisi Elshad Hasan əpəndini stüdyomuza alayı təklif qıldıq. Elshad əpəndi, xoş gəldiniz. Rəhmət, xoş gəldik. Bunda biz Mehmetcan. Rəhmət, bugün səhnimizə xoş gəldiniz. Naq meydan tarqıtışımız yanılam huzurunlarda bolup oturdu görürmənlər. Bayam körüp ötkənimizdək Uyğur Sot Kollegiyası ən axır qararını chiqarib Xitoy Kompartiyasi va Xitoy Xalq Jamhuriyatining Uyg'urlar ustidan insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotganligini jakarlab e'lon qilib o'tgan bo'ldi. Hamda biz shu irqiy qirg'inchilik jinoyatini ma'lum bir davlat sodir qilgan bilan buningda hamda shu javobgar bir odamlar bo'ladi hamda. Sizning kuzatishingizda bu irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilyotdi Xitoy Kompartiyasi, Xitoy Xalq Jamhuriyati deganimizda biz
Buningda kimni javobgarlik tortish mumkin xalqaro jamiyat bundaki? Buningdagi eng bosh javobgar kim deb qarash mumkin? Aldı bilen bugün nayt hayacanlı buldum. Diyeniniz anlap ahirki biz Uygurla taqaza olan kütken bu yakünni sot ahirsi milli qirg'inchilik insoniyatga qarshi jinoyat deb yakunladi. Shuning uchun tabriklayman. Buni aytib biz kutgan tarixiy bir hüküm. Mana degan vaqtida tarixda hech qanday birisi Xitoyni sotga tortib, sotlab bakmagan. Biz Uygurlar birinci qitim buni amalga oshirdik. Natija biz kutgandek bo'ldi. Endi bu yerda bu jinoyatni bekitildi. Masalan, bo'lib milliy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat. Buningki oxirgi jinoyatchisi kim deganda, men o'zimninki tajribam bilan, Xitoyga bo'lgan tushuncham bilan burundan deb kelayotganim, agar Yahudilarning qirg'inchiligininki baş laylıgıçısı Hitler bo'lgan bo'lsa, Uyg'ur qirg'inchiligininki baş laylıgıçısı Xi Jinping. Buni sotning 3-qitimdagi tingshash jarayonida Andrea Zinza apandim bütün Xitoyning hujjatlari bilan, masalan Xi Jinpingning 2014-yili elib bağan bir neçe sözleri Xitoy amaldorlariga yetkazgan. Shu hujjatlar bilan buni ko'rsatadiki, Xitoy Kompartiyasi ve onun baş sekreteri olan Xi Jinping bu cinayetçinin birinci cinayetçisi. O şu 2. Dünya Urushida Yahudi halkıga ipagan qirg'inchilikninki Hitler bilan tang darajadagi jinoyatchi. Bugün hüküm çıktı. Men ishinaman, xuddi Hitler naq maydonda bo'lmagan bo'lsa-mu, o'lib elib bu Nürnbergdagi sotdan qaçgan bo'lsa-mu, lekin o sotlandi shu yerda. Şunun o'xshash Xi Jinping mu cho'qim sotlandı. Demek siz kelgusida şu dünya tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu irqiy qirg'inchilik jinoyat sodir qilgan har qanday davlat rahbari ma'lum shaklda yoki undaq yoki bundaq yoki shu jinoyat sodir bo'lgan, shu jinoyat qatnashgan, shu jinoyatning sheriklari jinoyat javobgarlik tortilgan. Masalan, buningda Nürnberg sotidagi Hitler Germaniyasiningki rahbarlari va şu Srebrenica qirg'inchiligidagi, ya'ni Serbiyaninki sobiq Milosevichningki o'xshash jinoyat sodir qiluvchilarning jazoga tortilganlik tarixda bo'lgan, kelgusida cho'qim bo'ldi demoqchi. Shundaq, hammasi bo'ladi. Germaniyaninki sotga tortildi. Masalan, shu vaqtida Nürnberg sotida eng yuqori amaldor bo'lgan Hermann Göring din boshliq 24 Nazininki eng yuqori amaldorlari. Bularning ichida tashviqot ministri Ribbentrop Goebbels o'lib olganligi uchun tashqi ishlar ministri Ribbentrop va shuning o'xshash hattoki shu vaqtdagi Germaniya Nazilarninki sanoat ministri bo'lgan Speer umi sotlandi va boshqa amaldorlari hattoki hükümet amaldorlari, armiyasininki generallaridan tortib hammasi sotlandi. Shuning o'xshash Yugoslaviya urushidan keyin, ichki urushidan keyin bo'libmi Bosniya milliy qirg'inchilikdan keyin Milošević va Miradić harbiy amaldor, hukumatning bosh ministri hammasi sotlandi. Shuning o'xshash men ishinaman, Xi Jinping sotlanadi, Chen Quango sotlanadi ve şununla qatnaşgan Xitoy Kompartiyasini tortib hammasi sotlanadi. Bunun da shak shubhasiz. Mesela 2000 merhametda. Bu hozir albatta bugün bu Mas'ud kollegiyasi hem de Xitoy hukumatini hem de Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ham insoniyat qarshi jinoyat deb aybladi. Sizningcha hozir buni aybladi hozir. Birdan keyin ko'ramiz albatta. Xitoy hukumatining inkosi qanday bo'ldi bu sotning hukumiga? Xitoy hukumatininki inkosi hech kimni hayron qoldirmaydigan. Bugun eli qo'pib, sotni yog'anchi deydi. Sotchilarni pulag'anligi uchun mushunda yakunni chiqadi deydi. Ayiblaydi, qurultayni ayiblaydi. Çünkü bu sotninki başlıqçısı qurultay bo'ldi. Shuning uchun Xitoy sakraydi, ayiblaydi, yog'andaydi, hamindaydi. Ammo bu sakrgini menimcha hozir bular javob qaytarish uchun tayyorlik qilyapti Beijingda. Eli 1-2 soatning ichida cho'qim javob berdi yoki bir cho'ng konferensiya ochdi. Masalan, avtonom rayondan yana bir necha odamlar kelib Uyg'urlarni so'ziltib, buni ayiblaydi. Ammo lekin
Xitoy o'tiramaydi. Bu sotning hukmi mana degan vaqtida bir tarixiy vaqtida, naiti dal vaqtida chiqarildi. Biz bilamiz, seshanba kuni Amerika Xitoyningki olimpikni diplomatiya boykot qilganligini e'lon qildi. Uning agishib Avstraliya, Litvaniya, New Zealand, ondan keyin Kanada, Angliya hammasi buningki diplomatiya boykot qilganligini e'lon qildi. Endi mal hukm bilan biz buni birlashtirib, texmi jiq hukumatlarni, hattoki tanarkatchilarni qatnashmoqchi bo'lgan. Bularmi bu hukmni apirib, bir milliy qirg'inchilik bo'layotgan yerda sen qanda berib musobaqa qatnashsa degan savolni so'ray olamiz. Burun biz o'zimiz degan bo'lsak, hozir bir mustaqil sotning hukmi bor. Buning bilan biz o tanarkatchilar emas, hattoki mushu olimpikni qo'llayotgan zavod shirkatlarga apirib, mushu orqali hattoki biz sot ocha olamiz. Muhim bir nuqtani siz deb o'tdingiz, mushu irqiy qirg'inchilik jinoyat sodir qilayotganligiga oid bu qaror e'lon qilingandan keyin Mesela bu yerde yana Amerika'nın şu Savdo Ministerliği ve Taşkı İşler Ministerliği Katarlık ministerlikleri şu 2019 yıldan başlap nurgun Xitay'nın ki 40 yakın bu şu yukarı teknik şirketleri Savdo şirketlerine kart tizimlikka algan. Ondan başka şu dep öttüğünüz Çin Fengguo yani Uygur Abdülhamid Rayı'nın Partikom'un sekreteri ve sakçı yani bir nemesinin ki nazaretinin nazarı Wang Mingshan, Zhu Hailun yani siyasi kanun komitetinin sabık reisi, Huo Liujin katarlık şu nurgun yukarı dereceli Xitay emeldarlarını bula çekleme yani ceza embargo elan kılgan bulanın üstüdün. Sizince bayamı dep öttük şu Hitler Germaniyasiga münasebetlik nurgun rəhbərlər birlikdə cəzalandı dep, erkek qırğınçılıq cinayəti bilan ayıplandı dep. Demek, şu bayım biz tılğab ketken Amerika şu Uygurlar üstüdün yürgüzülüyotgan cinayətlerde qolu var, hem şerik degan təşkilatlar ve Xitay rəhbərləriga qandaq aqibətlər keliş mümkün sizince? Bunun iğri aqibət kelidi. Xitayga iqtisadi jihatdan çoğ əmdi əcellik zərbi bəgini boludu bununki nəticesi bilan. Bir yer alim efendimiz sorgan Xitay'nın ki bununla qanday cevap qaytırdığı dep Xitay sakrab turib cevap qaytırış arqılı bu yerdeki xalqaro sotunun ki bir mustaqil bunda bir qararını çıqarganligini vatan içideki ümit bilan kutayotgan Uyg'urlarni uqtirdi. Şunun bilan u yerdeki Uyg'urlarga ümit berilsa, chet eldagi tashkilotlarga bundan keyin endi Xitoyning ki amaldorlarini sotqa tatishga, hattoki mushu Xitoyni qo'llayotgan va shuningga munosabatlik shirkatlarni sotqa berishga kelgusida shu Chinchanggodek burun mushu Amerikaning tizimiga kirgizgan bu amaldorlarni kelgusida sotlashga, material to'plash ham ularni texmi keng ko'lamda jazolash. Masalan, hozirgacha hech qanday bir davlat Xi Jinpingni texi bir partizmga kirgizmadi. Çünkü o devletinin bir işi de. Endi bunda bir milli kırgınçılık ve insaniyet karşı cinayet degen bu hüküm çıkanlığının keyin menimce bu mu izlenişke ve başlaşka buladigan bir devletlerge bisim kıladigan bir kural deyim ha. Hem de mesela Li Keqiang mı var bunun içinde? Andrea Zinza efendiminin ki 3. qitimlik belgel ispatıda Li Keqiang'daydı, onunki Yu Jingsheng'daydı, hatta ki bütün Xitayning siyasi bürosununki 20 adamı hepsi cinayetçi. Şundak. Bu elbette bu bugün çıkarılgan bu hüküm hem de bir elbette bu Uygurlar için emas, dünya için mi bir yanılık bir tarihi bir hüküm. Bunda değişik sebep hem de bu kırgınçılık boğatkanda çıkarılgan hüküm. Normalde bunda erki milli kırgınçılıklar tügigenden keyin ma'lum bir uni tekshiradigan komitet yoki sud anan keyin o isbotlarni yig'ib kelib, masalan Ruandada bo'lsin, Bosniyada bo'lsin, hamma yerda bo'lsin, anan keyin buni erkiy qirg'inchilik yoki insoniyat qarshi jinoyat deb yakun chiqardi, endi hukm chiqardi. Uyg'urlarning masalasiga kelsak, masalan, hozirgacha bu Amerika hukumatimi buni ongoing ilib berilayotgan jinoyat. Masalan, tuniganmi Amerikaning davlat majlisida
Avam Palatasida masalan tunji qitim, gerçi Amerika hökuməti ilgirki ham hozirgi hökuməti Xitoy hökumətinin Uyg'urlarga ilib borgan jinoyatni irqiy qirg'inchilik ham insoniyatga qarshi jinoyat to'nig'ini bilan Amerikaning davlat majlisi tunigan rasmiy shaklda qaror loyihasini qabul qilib, buni irqiy qirg'inchilik deb bilgan 7-chi parlament bo'ldi G'arbninki. Bunda bir sharoitda sizningcha, endi bu sotninki mushu yuz berayotgan vaqtda mush jinoyatlar Uyg'urlarga qarshi buni bir e'tirof qilishi ham bu hukmni chiqarishi qanday bir ahamiyatga ega deysiz? Siz deganga o'xshash, men hamda mushu Uyg'ur milliy qirg'inchilik boshlangandan tortib 2016dan buni qanday tasvirlash to'g'riliq izlandim. Milliy qirg'inchilik qonunlarini 260-nomerlik 48-yili BDT'nin qo'llangan. Hammasini o'qib chiqdim, ko'rdim, tarixlarini, hattoki tunugungacha men Nuremberg sotininki oldi-keyinini o'qiyapman. Bu yerda siz deganga o'xshash, hozirgacha ko'pincha mutaxassislarning ko'z qarashida milliy qirg'inchilikning hukmi ko'pincha vaqtida oyoqlish bo'lgandan keyin chiqarilgan. Shunday. Urush tugagandan keyin, qirg'inchilik tugab bo'lgandan keyin. Ammo bu birinchi qitim Uyg'urninkida bu bo'layotgan jarayonida isbotlandi, ham hukm chiqarildi. Buning asosiy abayslar ishkinglar analizda o'tkazgandek, eng ching turg'ini Uyg'urninki nopsini kontrol qilish, Uyg'urlarga majburiy planliq tug'ut yoki tug'dirmaslik bu siyosati Uyg'urlarning qirg'inchilik epirayotganligini ko'rsatdi. Hamda buningki tarixiy ahamiyati birinchidan dunyoga Xitoy hukumatining jinoyatchi ekanligini uqtadi. Bu nayt muhim. Ikkinchidan hamda buningki oldini elishga bir yo'l ochildi. Çünkü bir mustaqil sotninki milliy qirg'inchilik insoniyat qarshi deb hukmni chiqarishi xalq davlatlarga bunda bir siyosatni, masalan, mushning oldin to'sash, shu 260-nomerlik milliy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash BDT'ning qonunida buni to'nib hukm chiqarildi. Her bir devletninki bunu to'sash, to'xtatish majburiyati degan bir qonuni bor. Shuning uchun bu sot, mustaqil bir sot bu hukm chiqadi. Endi bugundan tortib Amerika ve Yevropa ellari har qanday bir o'zini madaniyat, hozirgi zamon madaniyatiga uyg'un va xalqaro qonunni ijro qilamiz degan davlatning majburiyati Uyg'ur milliy qirg'inchiligini, insoniyatga qarshi jinoyatini Xitoyning epirayotgan to'xtatish, mayli qaysi usulni qo'llashidan qat'iy nazar buningga to'xtatish hamma davlatlarga majburiyat bo'ldi. Shuning uchun bu BDT'ga bir majburiyat. Endi Amerika oldingi hukumatning degan bu masalani BDT'ninki munoziraga akirimiz degan bu amalga ishga qarab mangdi deb qarayman. Shuning uchun buning tarixiy ahamiyati nihoyat muhim. Albatta, eng oxirgi mening ta'kidlamoqchi bo'lganim, biz Uyg'urlarga bir umid berdi, bizga bir jasorat berdi. Biz qila olamiz. Tarixda men yana bir desam, mayli Xitoy demokratlar bo'lsin, mayli Tibetlar bo'lsin, hech hammasi tirishyotdi, ammo biz Uyg'urdek Xitoyni tarixiy sotga tortib sotda sotlagan biz Uyg'urlar. Shundoq. Bu iliqi yaqinda masalan ba'zi bir hukumatning amaldorlarining aytishicha, masalan Armanlar masalan Turkiya, ya'ni Osmanlı imperiyasi bizga irqiy qirg'inchilik qildi deb bular bir hozir 60-70 yildan yoqi masalan xalqaro e'tirof qilsin deb tirishgan bo'lsa, Uyg'urlar bir yilning ichida bu yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarga ilib berayotgan jinoyatning irqiy qirg'inchilik ekanligini Amerika hukumati, dunyodagi eng qudratli, eng kuchli Amerika hukumatiga yetkazib, hamda Amerika hukumati shuni isbotlab, hamda Amerika hukumati da eng dastlabda 1-oyning 19 Pompeo efendim irqiy qirg'inchilik ham insoniyat qarshi jinoyat deb jakalagan bo'lsa, undan keyin albatta qolgan parlamentlar tunigan Amerikaning davlat majlisi uni e'tirof qildi. Sizdan so'raydigan yana bir savol, masalan Angliya hukumati toki hozirgacha, garchi Angliya parlamenti buni irqiy qirg'inchilik degani bilan hukumat mustaqil bir sot mushunda irqiy qirg'inchilikda yakunlasa, hukm chiqarsa,
biz şunun asasen karar berimiz degan. Hazır endi bu Uyghur Sot Kollegiyasi Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik ham insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazyapti degan hukmni bugun e'lon qilgan bo'ldi. Sizningcha, o'sha Angliyaga o'xshash bir qism mustaqil bir sot hukm chiqarganda shuni hurmat qilamiz deydigan davlatlarninki bugungi chiqargan hukmning ularga bir ijobiy ta'sir qilib, ular endi harakatlanib Xitoy hukumatining jinoyatni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi mumkinmi? Menimcha mümkün. Çünkü bu sotninki mustaqilligini bugun boshdan oyoq tanishgan hammamiz uni his qila olamiz. Abay Mehmet Cuma efendim deganga o'xshash birdan qonuniy, masalan, milliy qirg'inchilik kelganda mening yuragimni pok ashar qarab turdim. Qanda bo'la deb. Eng oxirsida 5 moddaning ichida eng jingi bosgan, isbotlangan hech qanday shak shubhasiz bo'lgani shu to'g'ri kontrol qilishi deb hukm bilan bu milliy qirg'inchilik putirabdi. Shuning uchun bu sotning hukmi naiti adil va isbotlarga asoslangan, o'zi chiqarilmaganni qarib qo'ydi, ammo isbot bor, dalillay oladigan, jazmlashtira oladigan bo'yicha chiqadi, qonun bo'yicha. Shuning uchun buningki hukmi xalqaro qonuni bo'yicha unumga ega. Shuning uchun Angliya hukumati siz deganga o'xshash hukumatning degini bir mustaqil bir sotninki hukmi bo'lsa, biz buni qabul qila olamiz degan. Endi bu sotning hukumatini menimcha biz emas, Angliyadagi Uyg'urlar uchun ovoz chiqarayotgan Yahudi bo'lsin, o'quvchilar bo'lsin, bular shu hukmni endi Boris Johnson efendimning ustiliga qo'ydi. Mana endi nima deysiz deydi. Menimcha bular endi e'tirof qilmay amal yo'q. Endi e'tirof qilib qolmasdan bular men abay deganda qonun bo'yicha, milliy qirg'inchilik qonuni bo'yicha BDTning o'tkazgan majburiyati bor. Buni to'xtatish, to'sash. Rahmat sizga. Endi muhim bir gapni deb o'tdingiz. BDTninki buni to'xtatish majburiyati bor deb. Hatto shu BDT kishilik huquq ahdnomasi bo'yicha davlatlarning o'zining to'xtatish majburiyati bor ekan-ku. O'zining oldini olish, to'xtatish, jazolash majburiyati bor dedi. Ammo mening savolim uningga o'xshamaydi. Bayam deb o'tdingiz, albatta Xitoy bu sotni ayiblaydi, buningki yolg'on u bu degandek inkoslar bilan Uyg'urlarni ekilib buningga qaralashga harakat qildi dedingiz. Xitoy o'z vaqtida kichik bolalar qamalgan lagerlarni Parishlar maktabi degan-ku. Masalan, demokratiya oliy darajaliklar yig'iniga qatnashishga chaqirilmagan vaqtida o'zininki dunyodagi eng ilg'or demokratiya ekanligini, Amerikadami uning demokratiyasining yuqori ekanligini o'tirib qo'ygan. Shinjang uning eng obdan modeli degan demokratiya. Hozir bir irqiy qirg'inchilik sodir bo'layotgan bir rayonda shuning modeli dedi. 2008-yili olimpik o'tkazish oldida ular biz kishilik huquq, inson haqlarini biz qadrlaymiz, ilgari suramiz degan, ammo 2021-yillik qishliq olimpik o'tkazish oldida Xitoy bu irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan ayblanyapti. Demak, bu yerda Xitoy Kompartiyasining mohiyatini ma'lum jihatda ko'rib yetish mumkin. Ammo bu qaror chiqqandan keyin bu Xitoyningki Uyg'urlar qaratgan ichki siyosatida qanday o'zgarish paydo qilish mumkin? Siz Xitoyni o'zindan buyon kuzatib kelayotgan Xitoy siyosatining qanday mangdiganligini ma'lum darajada tushunadigan bir mutaxassis bo'lish sifatingiz bilan bu qanday bir ta'sir ko'rsatish mumkin? Men tarixchi emas, ammo tarixni aytib yaxshi ko'ryapman. İkinci Dünya Urushi vaqtida Yahudilarninki Dünya Yahudi qurultayininki raisi Roosevelt efendi bilan ko'rishib, Yahudilarni qutuldirish to'g'riliq talab qo'ygan vaqtida Rooseveltning javobi ikki usulda yo'qotgan bo'ldi. Birisi Gitler o'lish kerak, birisi Germaniyani uzil kesil mag'lub qilish kerak, shuni qutuldira olamiz degan. Buni deyishimdagi sabab Xi Jinping va Xitoy kommunisti ag'dirilmagicha milliy qirg'inchilikda o'zgarish bo'lmaydi. Padazlash bo'ladi. Balkim Mao milliy qirg'inchilik degandiki, abaysiz deganga o'xshash Parijda yaslilarininki ismini texmi go'zal bir ismga, uningki uyadagi naqsh etayotgan vatan suyma degan ko'rinishlarni Xitoy video ishlab dunyoga qo'yishi mumkin va ba'zi Uyg'urlarni hatto chet elga chiqarib, xuddi BDTda Asqarni Qaysarni so'zlatgan, Erkin Tunyazlarni so'zlatgandek so'z o'tishi mumkin. Ammo lekin xarakter jihatdan siyosatda o'zgarish bo'lmaydi. Chunki buni laylig'uvchisi Xi Jinping yana taxtida, buni ip berayotgan Xitoy Kompartiyasi yana saknida, davlatni Xitoy davlatining kontrolida va ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkiston ularning kontrolligida. Shuning uchun kesib etgan vaqtida
özgürüş bo'lmaydi. Ama ko'rinish jihatdan balkim ba'zi bir padazlash, yana bironkidek yağanni davomlashtirishi bu tabiiy hamda Xitoyninki yağanchilik hokimiyat, yağanning ustiga qurilgan kommunizm, faşizm hammasining xarakteri o'xshash. Hattoki yana bir qisqa misol qilsam, Sovetning vaqtida Gulag, yana qirg'inchilikning degan vaqtida hatto Gorkiyni apirib, turmalarda odamlar nayt xo'shal gazet o'qiyotganligini yag'an qilgan, keyinda qarasa u gazetni jinoyatchi degan kishi ta'tirib olgan. Demak, yag'anligini yana bir yo'llar bilan isbotlagan. Shuningga o'xshash Xitoy yana yag'anchilik, padazlik qiladi, ammo lekin siyosatda o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun bu hukm chiqqandan keyin xalqaro dunyosi o'zgartirlaydi buni. Amerika ve garip dünyası bununla qat'iy turib, BDT aralashib, Uyg'urning meselesini üzül kesil hal qilishga tirishgan vaqtida faqat buningdan umid bor. Ama Xitoydan umid kutish, Xi Jinping yoki Kompartiyasidan o'zgarib qolarmi bu hukm bilan degan bu ham xayol. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Unda bo'lsa Elshad apani bugun alayida kelib, o'zingizning baholarini bu berganingizga. Hammanglarga rahmat, rahmat. Uyg'urlarni tabriklayman, yana bir qitim. Unda bo'lsa, hurmatli ko'ruvchilar, bugungi naq maydon taqdishimiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qitim ko'rishguncha xushvaqt bo'linglar. Xushvaqt bo'linglar, ko'ruvchilar. Xush bo'linglar. Bugungi bu tafsilotimizning naq maydon anglitishi radiomizning tor beti va radiomizning sotsial media kanallaridan Facebook, Twitter qatorliq betlarda davomli saqlanadi. Shu yerdan bizni izlab topa olasizlar. Demek, bugünkü sotning eng axir qarori Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazmoqda degan bo'ldi. Kelar qitim ko'rishguncha xushvaqt bo'linglar. Rahmat.